Autizm bu vaksinadan keyin ham paydo bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Sohaga kelganim sababi o'g'lim bo'lgan. Chunki 3 yoshida unga autizm tashxisi qo'yilgan. Ungacha turmush o'rtog'i aytarkan, autizm emasmikan deb. Sizda hamma narsa yaxshi bo'lganda bitta level tepaga chiqmaysiz. Menda o'zim ustozlarim bor. No hech kim menga melixa bermadi. Xohlamayaptimi? Zanitma bir nima bilan yoniga tegma. Oho, bizda sen kim bo'lsan? Hamma ishingni tashlagin demayotganmi, yugurib kel. Sen tagida nima yotibsan? Sen kimsan? Sen qanaqa xizmating bor? Как это по-o'zbekcha? Qulimsan-da. Mani erim kamsitdi. Men jahl qilaman. Jahl orqali kamsitilish tuyg'usini beraman bolamga. Farzandim tarbiyalashim kerak degan ayollardan so'rasangiz nega siz chunki aytgan qilmayapti. Agar siz aytganingiz qilish kerak. Autizmlar bilan ishlolmasa deb tegida yotayotgan narsa dressировка. Nima o'zi depressiya? Bu autizmga tegishli bir priznak deylik. Har xil fikr bildirish mumkin. Meni ham bolam shunaqa tartib bilan qo'yadi, u chuqur tartibli degan kommentariy kelishi mumkin. Bolam o'zgarsin. Erim men aytganda bo'lsin, qaynonam men aytganda bo'lsin, o'zim men aytganda bo'lsin. Lekin men Alloh aytganda bo'lishim kerak degan narsa yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatsiz inshaalloh, omonsiz va bugun podkastimizni boshlashdan oldin barchangizga minnatdorligimni izhor qilmoqchiman. Zotan siz har bir suhbatimizni ko'rib, fikrlab, tafakkur qilib, o'zingizni qalbingizda chiqayotgan fikrlaringizni bizni izohlarimizda qoldiryapsiz va ishoning, har bir izoh biz uchun judayam qadrli. Va aynan bizni mana shu suhbatlarimiz siz uchun, hayotingiz uchun, munosabatlaringiz uchun, tuyg'ularingiz uchun muhim deb bilganimiz bu sizni qadrlaganimiz demakdir. Bugun ham bir siz uchun ajoyib mehmonni taklif qilganman. Juda bir ishonchim kuchli, Allohning fazli bilan bugungi suhbatimiz bir boshqacha bo'ladi. Bugungi suhbatdagi dinamika, bugungi suhbatdagi energetika, bugungi suhbatdagi tuyg'ular, hissiyotlar bir boshqacha bo'ladi. Chunki bugungi qahramonimizni siz tanimaysiz ehtimol, katta ehtimol, lekin ular bilan suhbatlashadigan mavzuyimiz hammangizda bor. Hammamizni qalbimizdagi kechinmalar, hammamizni qalbimizdagi qaysidir qo'rquvlar, hammamizni qalbimizdagi qaysidir xavotir va hayotimizda uchrayotgan bir holatlarga ehtimol bugun javob bo'lar. Aslida maqsadimiz ham shu. Maqsadimiz siz azizlar uchun savollaringizni javobini topolmayotgan holatda shu bizni podkastimizni ko'rib, tushundim. Aslida masala unda emas, bunda emas, bunda emas, o'zimda ekan degan xulosaga kelishlik aslida bir baxt. Xo'p, ko'rsatuvimizning bosh homiysi Xonsaroy qurilish kompaniyasi. Xonsaroy bu bizning tanlov. Ana endi ko'rsatuvimizga taklif qilgan mehmon bilan sizni tanishtiraman. Sara xonim, psixolog, o'zlarini noodatiy va ya'ni biz uchun noodatiy bo'lgan uslubi bilan ko'plab mijozlar hayotini o'zgarishiga sabab bo'lgan qahramon va ularni bugun bejizga tanlamadik. Chunki aynan bugungi mavzuyimiz nafaqat siz, balki sizni farzandingiz bilan munosabatingiz, eng muhimi sizni o'zingiz bilan munosabatingizga ta'sir ko'rsatishidan umidvorman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Sara xonim. Xush bulduk. Ko'rganimdan xursandman. Va taklifimizga ijobiy baho berganingiz hamda yo'q demaganingiz uchun, bu taklifdan shod bo'lganingiz uchun biz ham xursandmiz. Rahmat. Sara xonim, bugun siz bilan shu suhbatdan oldin gaplashganimizda mavzu bo'yicha bir qancha variantlarimiz bo'ldi. Lekin aynan auditoriyani o'rganib, bugungi ayollar bilan o'zim ko'p suhbatda bo'lganim uchun ularga bir tegishli mavzularni ajratib oldik. Shunday ekan, keling, avvaliga siz o'zingizning yo'nalishingiz, nega bu sohaga kelganingiz, bu soha sizga nima bergani va soha orqali siz nima berayotganingiz haqida gaplashsak. Rahmat savolingiz uchun. Ozgina ruscha ham qo'shib aytib ketaman. Aybga buyurmaysizlar. Sohaga kelganim sababi o'g'lim bo'lgan. Chunki 3 yoshida unga autizm tashxisi qo'yilgan. Undan keyin u bilan ishlabgina yo'lni qidirib bitta направление topilganki, o'sha yerda o'zim bilan ishlashim kerakligini tushunganman. Bolamni tuzatish maqsadi orqali o'zimni nastroykalarimni tuzatishga yo'l olib keldi. O'shanga psixolog
psixologlikni o'shanda boshladim. То есть yillar davomida bolamni tuzatishga harakat qilgan yo'lda u yo'l menga o'zimga olib keldi, na Mhm. samом деле. Mhm. O'sha bilan o'zim bilan ovora bo'lib, uni mevasini yeyishni boshladim. Mhm. Tushundimki, bu yerda o'zgarishlar bolani tuzatish bilan emas, Mhm. o'zingni ozgina ich holating, fikrlashing, miyangda nima bo'lyapti, o'zingni holating bilan miyang har xil joylarda emas, birga ketish Mhm. yo'lini topish kerakligini ko'rib, rezultatlarini olib va bu yo'nalishda insonlar bilan ishlashga davom etdim. Mhm. Demak, sizni aynan psixologiyaga olib kelgan, shu yo'nalishga olib kelgan holat, hayotingizdagi bir vaziyat bu farzandingizni autizm kasalligi bilan chalingan. Ya'ni autizm tashxisi qo'yilgan. Kasallik demaylik Bu aka. yerda kasallik demayman, Mhm. особенность deyiladi. Bu O'ziga xoslik. farqindalik. Da, Mhm. da, to'g'ri O'ziga aytasiz. Bu narsa xos kimdir kasallik deydi. Shunaqa. Ko'p nima vrachlar Mhm. kasallik bu kasallik emas. Mhm. Bu особенность. Buni insonlar qabul qilish bilan как правильно это сказать? Aytavering, ruscha aytavering. Это связано с тем, что люди принимали своих детей. Mhm. То есть эту особенность. Aha. Ayollar o'zini farzandini qabul qilishi uchun, o'ziga xosligini qabul Bu qilishi yerda uchun faqat ayollar bilan emas, otalar ham. otasi ham bor. Tabiiy. Qancha otalar bu tashxisni ko'rib, eshitib, boladan voz kechyapti, oilasidan voz kechyapti. Mhm. Bu narsa ham bor. To'g'ri, to'g'ri. Bugun juda to'g'ri, hozir aktual mavzuni ochdingiz. Ya'ni farzandlarida qanaqadir bir o'ziga xoslikni ko'rgandan keyin otalar bu hammaga tegishli emas, lekin ayrim otalar farzandidan va oilasidan voz kechish holati bo'lgan. Men aminman, hozir ko'rsatuvimizni aynan shunaqa o'ziga xos farzandlari bor ayollar ko'rishyapti va aynan ular uchun bugun bir boshqacha suhbat bo'lishidan umidvorman. Chunki ular uchun qalbiga qanaqadir bir yorug'lik berishi. Chunki hamma ham siz yo'lingizni tanlamagan, hamma ham sizga o'xshab jasorat ololmagan va hamma ham bu holatdan o'zgarishim kerak deb turib chiqib ketolmagan. Aksincha qanaqadir depressiyaga tushib qolgan. Sizda qanday bo'lgan Sara bu holat? Chunki siz bu tashxisni eshitganingizda psixolog bo'lmagansiz. Yo'q. Ya'ni bu sohadan butkul yiroq oddiy ayol bo'lgansiz. Shunaqa. Depressiya bo'lmagan emas, потому что 3 yoshigacha bola 1 yoshda gapirishni boshlagan, hammasi yaxshi bo'lgan, vaksina olganmiz. Mhm. Bu narsa meditsinada hozir har xil savol-javob yaratayotgan. Mulohazali mavzu. Bu narsaga hozir ish ketyapti. Mhm. Boshqa chet eldagi davlatlar bilan, ekspertlar bilan gaplashilyapti, ko'rilyapti. Umidvormanki, что buni yechimi tez vaqtda bo'ladi, Mhm. inshaalloh. U paytda menga shundoq 3 yoshida tushunganmizki, bola gapirmayapti, o'ziga yopilib qoldi. Nima bo'lyapti deb doktorga borganimizda, Respublikanskiy государственный психоневрологический centrda главврач shunday aytganlar. Bolangda autizm. Nima bu? Men hali bilmayman u payt. Autizm nima? 15 yil oldin. Necha yoshingiz? 14 yil. Manmi? Men bolamni nimasini qarayapman. 3 yoshda bolam. Men 24, Mhm. 23-24 yoshda. Mhm. Nima bu desam, bor internetda o'zing o'qib ketgan. То есть na vaqt ajratilgan. O'zingizni holingizga tashlangan. Shundoq u tuyg'ularni tushunmaslik, неизвестность deymiz-ku, nima bu? То есть nima bilan yeyiladi bu narsa? Mhm. Uyga kelingan, ochilgan internetlar. Mhm. O'qigan narsamni oldi, bo'ldi. Bu shunaqa yeri tagiga kirib ketasanki, uni faqat eng yaqining biladi, Mhm. yoningdagi odam. O'zing yostig'ing kechki paytlari. Bo'ldi. O'shandan mani yo'lim boshlangan. Ko'plar aytadi, путешествуйте. То есть sayohat qiling. U sayohat ichiga boshlanganda insonni bu sayohatni hech narsa bilan almashtirmayman. Mhm. Ichki sayohat. Mhm. Biz o'zimizni bilmaymiz. Lekin boshqa davlatlarga borib, uni o'rganishga harakat qilamiz. Mhm. Nofila. Demak, haqiqiy sayohat qalbingga, ruhiyatingga, ichki olamingga sayohat ekanda. На русском скажу. Bemalol. Узнавай, познавай, Aynan. учись, Mhm. развивай. Mhm.
Buni qayerdan boshlash kerak? O'zimizdan. O'zingdan. Bu yerdan ilm olishingdan oldin bu yerda birinchi tushunishingiz kerak. Bu yerda nima bo'lyapti? Man kimman? Nimadan iboratman? Nimaga kuchim yetadi? Nimani eploliyman? Nimadan qo'rqyapman? Nima to'siq turibdi bir nimaga yetishishim uchun? Keyin уже внешний faktorlarga qaraladi. O'sha men kimman, nima xohlayapman, qanaqa qo'rquvlarim bor degan savolga javob uchun ham ilm kerak-ku. Tushunarli. U ilmni olish uchun yo'lga chiqish kerakmi? Demak, o'sha men kimman degan savol uni yo'lga olib chiqadi. Man kimman emas, yo'l hammada har xil. Bu kimnidir dunyoviy tarafdan keladi, kimnidir duxovniy tarafdan, kimnidir depressiyadan keyin. Menda depressiyadan keyin bo'lgan. Depressiyaga kirgandan keyin bunga shukur qilaman. Depressiyaga kirib, man har doim o'zim mijozlarimga ham, insonlarda ham shunga qarayman. Depressiyadan qanaqa chiqyapti? Chunki depressiya men uchun kasallik emas. Nima o'zi depressiya? Depressiya inson, сейчас скажу я вам более, это состояние, когда есть чувство безвыходности. Demak, ilojsizlik holati. Да. У многих. Не буду обобщать ko'pchilikda, но buni ichidan qanaqa chiqyapti inson? Потому что depressivный holda insonlar yangi уровеньga chiqish imkoni bor. Именно depressiya holatda. Sizda hamma narsa yaxshi bo'lganda bitta level tepaga chiqmaysiz. Demak, agar ayollarda depressiya holati bo'lsa, demak siz yangi darajaga chiqishingiz uchun oddiy holatdagi ayoldan ko'ra imkoniyatingiz ko'p. Конечно. Buni butdan qaralsa, qaysi tomondan qarashga bog'liq. Конечно. Buni fursat qilib qarasa, da chiqasa. O'shanda qatdan kelgan Alloh bergan bir tuyg'u bo'lishi mumkin. Qil. Men bolam uchun nima qila olaman deb qidirishni boshladim. Потому что 15 yil oldin Toshkentda bunaqa возможностьlar, imkonlar yo'q edi. Keyin ipoterapiya deyishdi. Nima ekan bu? Otlar bilan shug'ullanish. Men otga hech qachon minmagan qiz bolani olib ketyapman. Qidiryapman, kim ishlaydi, qanaqa. U payt yana otxonalar unaqa ko'p emas. Bitta mahallada topdi otxona. Bordi, bitta yigit ketdi, oldi. Ipoterapiya boshlandi. Sara, mana shu yerda sizni ruxsatingiz bilan to'xtataman. Nimaga? Mani nazarimda biz oldinga ketdik. Nima uchun? Chunki aynan mana shu balki hozir bizni ko'rayotgan ayollarning ichida kecha farzandida shu o'ziga xoslikni anglaganlar bordir. Endi kecha eshitgandir. Ba'zi bizni ko'rayotganlarni farzandi shunday ekanligini hozircha bilmayotganlar bordir. Va bizni ko'rayotganlarning ichida bu holatni eshitib nima qilsam ekan degan ayollar bor. Ya'ni ularga ozgina aniqlik kiritib ketishga nima deysiz? Ya'ni bolada qanday o'zgarish bo'lsa, u bolasini nevropatologga olib borish kerak degan belgi bo'ladi. Bu birinchisi. Ya'ni farzand 2 yosh, 3 yosh, masalan, bizda bunaqa narsa bor-da, ko'pincha gapirmasa, meni ham bolam kech gapirgan, akang ham kech gapirgan, u 5 yoshda gapirib ketgan, hech narsa qilmaydi deyiladi-da, o'tib ketiladi. Bizda ham shunaqa bo'lgan. O'g'il bola kech gapiradi, 3 yoshgacha ham tegmaydi. Shunaqa narsa bo'lgan. Birinchi farzandim, yagona farzandim qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Birinchi marta bu opitni yashayapman. Onalik tajribasini yashayapman bu payt. Uni oldini olishi etik. Vaksina olmasdan oldin, agar to'g'ri bola tug'ilayotganda problema bo'lmagan bo'lsa, hammasi yaxshi bo'lgan bo'lsa, vaksina olishdan oldin yaxshi nevropatologga ko'rsatinglar bolalarni. Потому что hech kim afsuski ответственность o'ziga olmaydi. Mas'uliyatni o'ziga olmaydi. Mas'uliyat hech kim olayotgani yo'q. Sen bolangdan o'zing mas'uliyatlisan. Buni afsuski kech o'rgandim. Demak, autizm bu vaksinadan keyin ham paydo bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Faqat bu emas, причинасы bo'lishi mumkin. Bizda bundan bo'lgan. Потому что keyingi autizm paytida 4 yoshlarda menga dokumentalniy filmlar topganman, где Yevropada, Amerikada vaksina qilayotgan uchuvchilar o'tdan ishdan ketgan, echgan. Ular keyin yo'q qilishdi dokumentalniy filmlarni. Vaksina bermanglar, bolalarga qilmanglar. Biz o'zimiznikilarga qilamiz. Ichida og'ir, сейчас скажу, og'ir metallar bor. Og'ir metallar miya to'g'ri kelmay hali rivojlanishi sal
orqada bo'lsa, Mhm. u undan battar Mm. yo'q boradi. Bizda nevropatologlar keyin nima deydi? Agar уже problema bu bo'ldi, Mhm. aytishadiki, problema sizda deydi. Mm. Nevropatologlar опять-таки mas'uliyat ko'ryapsizmi? Bu yerda ikki tomonlama, конечно же. Albatta. Bu yerda ham ota-ona ozgina ushlashi kerak. Mhm. То есть конкретно bitta vrachga emas, ikkita vrachga boringlar. Mhm. Kerak bo'lsa o'ntaga borish kerak. Конечно, bitta ko'rsating, bitta qarang. Bu yerda o'zingiz ham ozgina уже Tafakkur qilish kerak. Da. Mhm. Demak, farzandni gapirish orqada qolsa, va yana qanaqa Da. xatti-harakatlarda ozgina qarab turib bir fikr qilib Bitta joyda aylanib yursa ko'p. Mhm. Bu autizmga tegishli bir Mhm. priznak deylik. Ko'rganmanki, oyoq bilan tekis qilib joylashtirib qo'yadi. Da, mashinkalarni Bilasizmi, tekis qilib qo'yadi-da. Kartinkalar bir go'yo xil. bu tartiblidek ko'ramiz bu Bu holatni tartib aslida. emas. Kichkina bolada tartib qayerdan? Tartibni ota-ona beradi. Bolada E'tiborli unaqa narsa bo'linglar. yo'q. Ko'plarda вот замечаю, kichkina bolalar стиральный mashinka. Aha. O'tirib qarab o'tirishadi. Ha, demak, kir mashinani aylanayotganiga uzoq qarasa ham bu bir belgi. Da, belgi. Tartib bilan joylashtirsa ham bu bir belgi. Bu Belgi. endi hamma hozir har xil fikr bildirishi mumkin. Meni ham bolam shunaqa tartib bilan qo'yadi, u chunki tartibli degan kommentariy kelishi mumkin. Qizlar, bu yerda nima uchun biz bunga detallashyapmiz? Sizda unday bo'lmasligi mumkin. Ya'ni kimgadir yordam berish uchun biz detalga kiryapmizki, kimgadir bu manfaatli bo'lar. Da. Chunki men o'zimni judayam bir yaqin insonimda farzand dunyoga kelganda haqiqatdan farzand hamma narsasi yaxshi bo'ldi, rivojlanishi yaxshi bo'ldi va 2 yoshga yaqin bo'lgan holatda buni avvalo Allohning fazli bilan qanaqadir anglay boshladim. Men aytdim, farzandingda nimadir o'zgarish bor, menga yoqmayapti. Keyin shuni nevropatologga olib boraylik. Ungacha turmush o'rtog'i aytarkan, autizm emasmikan deb. Qachon deydi, autizm haqida hech qanaqa ma'lumotimiz yo'q, bilmaymiz nima ekanligini, xayolimiz bir uchiga kelmagan narsa. Lekin turmush o'rtog'i 1-2 marta shu haqida gapirgan ekan. Tavba qildim-dek, unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Bizda endi o'tib ketamiz-ku bu mavzudan ko'pincha. Va shifokorga borganda aynan autizm o'ziga xosligi belgilandi. Shunda keyin tahlil qilindik. Bolada bu bor edi, mana bu bor edi, bu holat bor edi. Uni oldinroq bilganimizda yaxshiroqmidi? Albatta yaxshiroq edi. Ta'siri tezroq ya'ni dorilarni, Конечно. harakatlarni ta'siri tezroq bo'larmidi? Albatta bo'lardi. Shuning uchun qaysidir ma'noda kimgadir tezroq yordam bo'lishi uchun ham bu manfaatli bo'lishidan umidvormiz. To'g'ri, inshaalloh. Demak, endi buni eshitdingiz Sara. Keling, bitta sal ozgina men sizni holatingizni bir eshitmoqchiman. Qaysi ma'noda? Balki siz bunga kirgisi kelmayotgandir, lekin bu og'ir, buni eshitish albatta oson emas. Buni hozir juda oson aytib beryapsiz. Eshitdim, men ketdim ipoterapiyaga, lekin Bu unaqa oson emas. Bu vaziyat ko'z yosh emas. bilan ko'rayotgan odamlar bordir balki bizni. Nima qilay, qanday qilay? Sizga o'xshab terapiyaniga qaror qilishimdan oldingi bo'lgan jarayonlar borda. Siz aytdingiz mana, jarlikka tushdim, chuqur tushdim, tuyg'ular bo'ldi. Nega degan savol kelgan tabiiy. Da, Nega men конечно. bilan? Nega aynan mani farzandim? Bu hozirgi agar vaqtga qarashsa, o'zim uchun aytaman, bu nega savolini ozgina o'zgartirishinglarni xohlardim. Nega nimaga mani farzandim emas, Allohim nima uchun bu farzand menga berildi? Именно bu vaziyatda, bu, например, rast bo'ladi, расстройство аутического спектра. Nima uchun? Chunki bu bolalar просто так sizlarni oilaga kelmaydi. Sizlarni o'zgartirish uchun keladi. Bunga 100% ishonchliman. Sizlarni o'zgartirish uchun keladi. Uni ozgina anglab, потому что bitta tarafdan nimaga men bilan bunaqa narsa bo'lyapti degan saringiz yo'l chiqish yo'li yo'q u yerda. Qancha isyon qilsa chiqish yo'l yopiladi. Isyon. Alloh bilan orangizga shunaqa расстояние qo'yasizki, dальше yuraverasiz, nima qilishni bilmay. Bu yerda ozgina aytamanku, o'sha paytda men unaqa chuqur depressiyaga kirganman. O'zimni yeyishdan ko'ra nima qila olaman? Сразу qarashga boshlaganman. Yechim qidira boshlagansiz. Yechim qidirish Kim yordam boshlaganman. bergan sizlarga? Onam. Xudoga shukr, onam yonimda bo'lganda, hali ham yonimdalar. Bu narsa shunaqa kelganki, bu bola faqat men emas, onamni ham o'zgartirgan. Mashaalloh. Sal shaxsiyroq savol, agar istamasangiz javob bermasligingiz mumkin albatta. Turmush o'rtog'ingiz bu paytda qayerda edi? Мы были уже разведены на тот момент. Homilador paytimda ajrashganmiz.
chet elda yashardik. Mhm. Man keyin homilador paytimda Toshkentga kelganman. Mhm. Toshkentda tug'ib, bolamni o'sha yerda katta qilganman. Xabardor qilganmisiz keyin turmush o'rtog'ingizni farzandingizni holatidan? Da, xabardor qilganman. Reaksiya? Insonlar mas'uliyat olmasligi uchun qochadi. O'shanga aytaman, bu faqat mani vaziyatimda emas, ko'plar ko'rayotgan onalarda bu narsa bor. Sog'lom bolalarni tashlab ketishyapti. Men bir film ko'rgandim, turk filmini. "Hadeb o'g'lim, qani o'g'lim?" O'shanda aksincha ona olib kelib beradi otaga farzandni. Qarang, bu yoqda vaziyatni qarang va u ota bola bilan ishlab, uni rivojlash uchun harakat qiladi. Bir xillardachi ko'zimda yosh bo'ladi bunaqa otalarni ko'rganimda. Потому что u ota, u ona bu farzandlarga faqat autistik emas, вообще farzandlarga sevgi berolgan paytida bilamanki, u odammi yoki u ayollar ichida shunaqa sevgi ko'pki. U dusha такая, она расширенная. То есть mana bunaqa kichkina emas, o'zimga yetarli emas, bera olmayman. U bola qayerdan olsin boshqa sevgini? Ko'chada qidirib yurmaydi-ku, ota-ona. O'g'lingiz ismlari? Melih. Melih ma'nosi nima? Ta'm, lazzat. Ovqatga bergan ta'm. So'l bo'ladimi, shakar bo'ladimi, ta'm. Lekin menga odamlarni o'rtoqlari bilan gaplashganimizda homilador paytimda ism qidiryapman bolamga deganimda, bitta mana bu ismni qara dedilar. Melih. Yo'q, ma'nosini-chi? Ma'nosini bermayman dedilar. Eski 60-50-yili bilmayman, gazetani chiqarib berdilar. U uyda haliyam turibdi. Aytilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam gaplari: Yusuf mendan go'zaldi. Faqat ben ondan melihim. То есть как прилагательное melih. Sifat. То есть я это распознаю так: и душевная красота, И и внешняя. внешняя. Aha. Melih sizni hayotingizga qanday ta'm berdi? Allah! Ой, это если буду говорить, то целый день пройдет. Ну, хотя бы. Ta'mni, наверное, именно to'g'ri bosdingiz. U ta'mni olishni o'rgatdi. Hayotdan ta'm olishni o'rgatdi. Bizni o'zingizni hayotingizga qarang, любой insonni hayotiga qarang. Yugurib yuramiz. Tez. U meni to'xtab, hozirgi man siz bilan hozir gaplashyapmanmi, bu suhbatdan ta'm olishni o'rgatdi. Mashalloh. Suv ichyapmanmi, u suvdan ta'm olishni o'rgatdi. Ko'chada rulda ketyapsizmi, bizda qanaqa? Biz fizически shu yerdamiz, miya boshqa joyda bo'ladi. U miyayam, tanam, fiziksal holatimiz ham bitta joyda bo'lishni o'rgatdi. Chunki именно shu paytda ta'm olasiz. Demak, здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Bu narsa juda qiyin. Juda Bu qiyin. aslida eng katta muammo, chunki suhbatlasha turib hozir soat 6 ga yaqinlashib qoldi. Ovqat kechqurungi tushlik bor, bolalar ulgurdimi va hokazo. Biz har doim bitta manzilda bo'la turib, xayolimiz 15 ta manzilda bo'ladi. Xuddi shu narsa andishaga keltiradi. Bu narsalardan qachonki o'zimni bo'shatdim, shu yerda hech qayoqqa shoshilmasdan, bu tavakkal ham bor, ishonch ham bor, ichingizdagi huzur ham bor. Bu narsalarga Melih o'rgatdi meni. Mashalloh. Melih hozir necha yosh? Tak 17 bo'ladi. Demak, bu o'ziga xoslikni bilganingizga 15 yil bo'ldi. 15 yil oldingi sari va 15 yil keyingi sari u kim? 15 yil oldingi sari розовые очки, laylaylum. Hayot shunaqa o'tadiki, ham kulgi, faqat это поверхностно, yuzaki. Ichida nima bo'layotganini hech kim bilmaydi. Endi o'sha ta'mni qanaqa olishni o'rganayotgan emas, qidirayotgan sari. Bugunchi? Bugun o'zini %100 demayman-u, tushunib, o'zini eshitib, nima xohlayotganini konkretno bilgan, insonlarni
o'qishni o'rgangan, Mhm. даже insonlarni o'qishi ham emas, insonlarni tuyg'ularini o'qishni biladigan Mhm. sari bor. Tuyg'u nima? Bizani his qilgan emotsiyalarimiz. Bekorga bu savolni bermadim, chunki biz tuyg'u haqida juda kam gapiramiz. Ya'ni yaxshimisizlar O'rgatilmagan. desa yaxshi. Nima degani yaxshi? Normalmi? Nima degani normalmi? Bo'ladi. Nima degani bo'ladi? Nega tuyg'ular nomi yo'q bizda? Bu birinchidan o'rgatilgan narsa emas. Buni o'rganish kerak. Bizani oilalarda unaqa narsa yo'q. Bu ilm. Конечно. Kamdan kam o'zinglarga qarasanglar, например, ota-onadan olmaganmiz, qanaqa his qilyapsan o'zingni? Qanaqasan? Или kuning qanaqa o'tdi? Очень поверхностный, yuzaki savollar. Qorning Yaxshi. ochmadimi? Hech kim urmadimi? Xafa qilmadimi? Qizim, bolam, nima his qilyapsan? Yo'q. His-tuyg'ularni qachonki siz tushunib, o'zingizga hasabi rost bo'lib gapira olsangiz, men hozir ozgina qaysidir tarafim yolg'iz his qilyapti, qaysidir tarafim qo'rqyapti deya olsangiz, miya buni oladi, tushunadi. Сразу regulirovka идет. 2 minut ichida bu tuyg'uni regulyatsiyasi ketadi. Chunki hozir siz so'radingiz, "Sara, yaxshimisan-da?" Например, "Yaxshi" dedim. Ichimda, например, Hayajon. Masalan. hayajon более положительный deylik, negativniy tuyg'ularni qaraylik, qo'rquv bor deylik. Где-то qabullanish qo'rqusi bordir, где-то mani rad etishadi deb qo'rquvim bordir. Ichimda bor. Men buni aytyapmanki, hammasi yaxshi. Или normal. Miya tushunmaydi. Og'zingdan bitta gap ketyapti, ichingda boshqa narsa. Разъединение идет. Biza целостностьga harakat qilishimiz kerak. Birlashib. То есть iching ham, og'zingdan kelayotgan gap ham, miyang ham bitta bo'lishi kerak. Bunday bo'lsa nima bo'ladi? Расстройство начинается. Расстройство, psixические проблемаlar hozir молодежьda rosa ko'p. Kattalarda ham, bizning yoshli insonlarda ham rosa ko'p. U narsa keltirmaslik uchun o'zingiz bilan tanishishingiz kerak. Demak, kimgadir hattoki yaxshi desangiz ham, lekin ichingizda hozir menda qo'rquv bor yoki hozir nimadandir qo'rqyapman. Qiz e'tibor qilinglar, hozir juda ham bir muhim gap bo'ldi. Chunki biz o'rganib qolganmiz har doim. So'rashganimizda ham umumiy javob berishni, hattoki o'zimizga ham qaraysan deganda yaxshi deb ya'ni bu narsaga juda yengil qarar ekanmiz. Lekin to'xtab turib rostdan nimani his qilyapman o'zi? Hozir kimdan qo'rqyapman? Nima uchun qo'rqyapman? Hozir odamlar nima deydi? Meni qanday qabul qiladi? Menga qanaqa kommentariy yozadi? Degan xavotiringiz bor-u yoki bo'lmasam oilangizda hozir qaynonam nima deydi? Qaynonam qovg'alar o'yildi yoki erim nima deydi va ichingizdagi xavotir bo'la turib hammasi yaxshi deyishingiz qayerga olib boradi sizni? Fikringiz, ongingiz va tilingizni ikki xil bo'lgani siz ikki tomonga boradi. Tabiiy ravishda jism bilan bir bo'lib turib ong osti ikki tomonga ketgandan keyin sizda haqiqatan ruhiy sinish boshlanadi. Sara, keling mana shu ozgina milix masalasiga qaytamiz. Nimagaki, men milixni ko'rdim, natijalarini ko'rdim, o'zini ham ko'rganman va bu haqiqiy jasorat, bu haqiqiy fidokorlik kimni? Ya'ni ona o'zi kim deganga javobda men ikki qo'llab sizni ko'rsatgan bo'lardim. Qaysi milixni? Chunki oddiy hamma kabi farzandga ona bo'lish asli o'zi juda katta mas'uliyat. Asli bu haqda ham hozir alohida gaplashamiz, lekin milixdek o'ziga xos jannat rayhonlari, jannat gullarining ona bo'lishligi bu Alloh tomonidan berilgan ilohiy jasorat bilan bog'liq. Qanaqa onasiz milixga? Milixni qanaqa qilib qo'lga oldingiz? Qanaqa hozir milixni oldingi va keyingi holatlari, natijalari, yutuqlar bilan bo'lishing, ayollarga bu bir motivatsiya bo'lsin. Обязательно. O'sha ipoterapiyadan boshlayib, olib bordik. Necha yoshda? 5 yosh bormidi yo'qmidi? Endi qarang, siz 3 yoshda eshitdingiz. Oradan 2 yil o'tyapti ipoterapiyaga. U 1,5 yil, 2 yil plus minus это qidirish, это u состояниеdan сразу chiqilmaydi. Nima bu? Потому что unga vrachlarga borishni boshlaysan. Tabletka qidirasan. O'zini yo'qotib qo'ygan ayollarga shu joyda nima deya olasiz? Tabletka yo'q. Tinchlantirmoqchi emassiz. Yo'q. Tinchlantirish eng yomon narsa deb o'ylayman. Tinchlantirish kerak emas. U his bormi? U hisni maksimum yashash kerak. Lekin maksimum deganda это kimnidir bo'yniga yopishib olib, yig'lab, mani qutqar emas. Mani tuyg'um men bilanmi?
hozir mani bilan siz yoningizga keldim, o'sha sostoyingdaman. Siz mani qanchalik chiqarasiz yo'da, kuchingiz yetmaydi. Men xohlamaganim uchun. Albatta. Men xohlasam u tuyg'udan chiqaman, lekin bu yerda maksimalniy o'sha chorasizlik tuyg'usi, yolg'izlik tuyg'usi, u tuyg'ularni maksimum yashab, Endi nima qilaman? endi nima qilamanni nima qilayga Endi nima o'zgartirib, qilaman emas, endi nima qilishim kerak? Nima qilay? nima qila olaman? Qayerdan boshla olaman? O'sha shak, Qadam. qadamni qayerdan bosa olaman? Qaysi tarafga yuray? Demak, u shunaqangi hozir agar siz shunaqangi holatda bo'lsangiz, yashang bu tuyg'ungizni. Uni hech kim yaxshi bo'ladi deb Aldamasin. u aldash, u yolg'on ekan demak, a? Demak, u shu holat nima qilay? Endi nima qilaman emas, endi nima qilay degan savolni birinchi berish birinchi qadam ekan. Bu har holatda, ya'ni aynan o'ziga xos farzand onasi emas, qanaqangi mushkulli vaziyatga tushishdan qat'iy nazar inson endi nima qilaman emas, endi nima qilay degan bir anglashlik bilan o'rnidan tura olishi kerak. Da, imенно o'rindan turganingizda yo'llar ochiladi. Biz o'rnidan turishni yomon ko'ramiz-ku. Bizni turg'izib qo'yish kerak. Biz jabrdiyda bo'lishimiz kerak. Bizga odamlar rahm kelishi kerak-ku. Shu rahm tuyg'usi, to'g'ri aytyapmanmi? Rahm tuyg'usi sizlarni hech qayerga olib kelmaydi. Agar sizlar o'z kiyla kelayotgan bo'lsa, agar qanaqadir ilmiy tarafdan, karyera tarafdan, pul jihatdan bu rahm tuyg'usida qolmanglar. Sari mana shunda menimcha juda ham ko'p ayolda bu tuyg'u o'tsa kerak. Bolamni qanaqa endi ommaga olib chiqaman? Qarindoshlarimni oldida qanaqa bo'ldim? Nima deyman? Hozir so'rasa nima deyman? Ya'ni odamlar nima deydi farzandimni bu tashxisiga degan o'y menimcha juda ham kuchli va qo'rqinchli bo'lib Bu keladi. uyalish tuyg'usi rosa katta. Sharmanda bo'lish tuyg'usi rosa katta. Mani qabul qilishmaydi, to есть mani bolamni qabul qilishmaydi tuyg'usi. Bolamni qabul qilmasa, значит, meni ham qabul qilmayapti avtomat holatda. Qanday yashadi bu tuyg'uni? Ikkinchi ipoterapiyadan keyin ipoterapiya. To'xtang, qochmaysiz. O'sha yerda bog'lamoqchiman. Ipoterapiyaga yashagansiz? qabul qilgan yigit ishlashni boshlashgan, zo'r ketgan. O'tdan keyin professionalniy shkolaga borganmiz. Milih professionalniy ot minishni boshlagan. То есть это примерно процесс долгий, u bir oylik narsa emas, dolgo. Keyin suzishni aytishgan. То есть suzish suv bolaga yaxshi keladi, fiziksal. U paytda parallelni har kuni 3 soat biza batutniy sentrdamiz. Потому что giperaktivность bor bunaqa bolalarda, uni chiqarish kerak. Или agressiyaga aylanib ketishi mumkin. Uni chiqarish kerak. Sal kattaroqda уже sport. Demak, bu bola bilan uyda o'tirib qolishlik emas, aksincha. Da, chiqarib, naоборот. Bizda teskari-ku, bolasi o'ziga xos bo'lsa, hech qayerga chiqarmay qo'yadi. O'sha yerga xos gapiraman. Keyin basseynga olib borganman. Tennisni kortda, eng katta basseynimiz, o'sha yerga borganmiz. Endi qancha trener o'sha yerda ko'rmagan bo'lsam, 2 minutdan keyin bolani olib chiqib berishgan. 4 yosh, 5 yosh bola olib chiqib berildi. Любой trenerga qancha bu rad etilish tuyg'usi menda shunaqa ko'p bo'lgan, olib chiqib berishgan. Nima his qilgansiz? Adoyi tamom bo'ladi inson, потому что bolani nima deyishadi yana trenerlar? Так интересно. Bolangiz meni eshitmayapti. Bolangiz g'alati. Bolangiz unaqa, bolangiz bunaqa. Aytolmaydiki, men professional emasman, bunaqa bola bilan men ishlay olmayman. Hech kimga sportsmenlar или trenerlar aytolmaydi. Ana kuni chiqib qoldi internetda, как Odessada sportsmen trenerlar именно shunaqa bolalarni gruppaga olishyapti. То есть qo'rqmanglar, kelinglar, uyalmanglar, shunaqa motivatsiya beryapti, yoki shunaqa trenerlar bo'lsa edi. Xudoga shukr bizda bor. Hozir aytib ketaman, bor, yo'q emas. Albatta, ko'paysa yana ham yaxshi bunaqa trenerlarni. Keyin boshqa bitta basseynga borganmiz ham. Конечно, orada qancha rad etilish tuyg'ulari bilan ana devorga to'slab. Keyin bu yerdacha shu narsa muhim. Mana bitta yo'q deyishdimi, o'tirib qolish kerak emas. Shuni so'ramoqchi edim. Hozir bu uchun ham baribir kuchli o'ziga xos jasorat kerak-da, ruhiy quvvat kerak-da baribir ham. Xudoga shukr. Siz onangizga yordam berdi. Endi mana hozir bor ayollar, siz aytgandek eri tashab ketdi masalan. Siz endi ungacha bo'lgan sizda bu jarayon. Aynan shu farzandi uchun tashab ketdi. Ona uzoqda yoki deylik qaynona buni qo'llab-quvvatlamaydi yoki aksincha itaradi yoki ona va hokazo o'ziga yopilib qoldi. Mana shu bir o'zi hozir bizni eshitayotgan ayol bir o'zi deylik. Unda hech qanaqa quvvat yo'q. Nima qilsin u?
Endi faqat bitta narsani ko'rsin, motivatsiyani qayerdan topadi bilasizmi? Boladan. Boladan, ya'ni? Ya'ni bitta narsa bor. Melixda 6 yoshda birinchi осознанно ona degan mama deb 6 yoshda. Keyin bitta narsa har doim bitta savol beradim. Sen kimsan? Bola bilan o'ynashasiz, o'pasiz, sevasiz, sen kimsan? Menga aytgan gapi bitta bo'lgan. Я чудо. Mashalloh, demak o'g'lingiz hozir oz-ozdan gapiradi. Hozir gapi bor. Aha, gapi bor. No, bu gapi kichkinalikda bo'lgan. Mashalloh, unga hech kim o'rgatmagan. O'rgatmagan. Qayerdan bu so'zni topgan bilmayman. Tushunadimi ma'nosini uni ham bilmayman. Чудо desa nima degani? Mo'jizaman degan. Mo'jiza, albatta. Men yonimda bitta mo'jiza bilan yashayotgan bo'lsam, eng asos motivatsiya u-ku. Men u uchun turib, bitta joyimni ko'tarib, bir nima qilishga harakat qilib. Xo'p, u chudaman dedi, lekin gapirmaydiganlar ham bor. Endi shunaqa narsa bor. Bizga bola Alloh tarafidan omonat qilib beriladi. Ne'mat, omonat. Endi bunga men mas'uliyatimni olishim kerak. U bolaga yaxshi qarash uchun. U narsani anglash kerak. Undan keyin bu jarayon ketadi. Men hozir o'sha sizga boya aytgan o'zim eng yaqinimda o'zimni jiyanimni farzandida shunaqa holat bo'lganda, farzand 7 yoshga kirguncha sari biz ularni deyarli ko'rishmadik. Nainki men opa-singillar, qarindosh urug'lar hozirgacha hattoki qarindoshlar bilmaydi farzandi autizm ekanligini. Bekitib o'tirishadimi? Ha. Hozir unchalik bekitilmaydi, hozir endi ancha chiqdi, lekin shu paytgacha ayrim qarindoshlar hali ham bilmaydi. Aslida bilmasligi hech narsa belgilamaydi, lekin bilmasligi uchun harakat bor. Bu birinchisi. Nimaga? Uyalish, tabiiyki uyalish, rad etilish, uyalish, shuni farzandi shunaqa ekan deb qo'li bilan ko'rsatish, ya'ni qo'li bilan ko'rsatmasa-da, shu ko'zi bilan ko'rsatish. Shu yerda aytmoqchimanki, qizlar, ayollar hozir ko'p ayollar farzandlarini olib chiqyapti. Autizmmi, Down sindromi bormi olib chiqyapti. Ko'chada ko'rib qolsangiz, iltimos, mamdiqa qaramang. Hozir hammamiz ilmlimiz, ancha ko'ryapmiz, bilyapmiz. O'ziga xosi bormi? Aksincha, erkalay olsangiz, marhamat erkalab keting. Qo'lingizda konfetingiz bo'lsa, berib keting, lekin nigohingiz bilan kimsan degan narsani bermang. Ona o'zi u narsani his qiladi. Juda ko'p. Buni ko'tarish qiyin, ha. Juda ko'p bu. Insonlar sal не то поведенияsi bo'lsa, hozir, например, 15 yil oldin autizm unaqa ko'p emas edi. Hozir rosa ko'p. Juda ko'p. Juda Sal ko'p. anglash bilan. Chunki ona itak o'zini tuyg'ularida sarson. Yana tanimagan insondan u tuyg'uni olish juda og'ir botadi. Shuni aytaman-da, va ana shu jiyanim aynan shu tuyg'ularni olmaslik uchun bekildi. Qancha bekilib o'tiradi? 7 yil bekildi. 7 yil bekildi. Bolani holat battar bo'ldi. Chunki siz aytgandek, demak autizm, ya'ni o'ziga xos bolalar uyda olib o'tirib bo'lmas ekan, aksincha ko'chaga chiqish kerak ekan. Bizda uyda-ku, ko'chaga olib chiqishga uyaladi. Endi biz qanaqadir bir statusni yaxshi ko'ramiz, insonlarmiz-ku. Biz o'zimizga xos bo'lishimiz kerak-ku. Va shunda bir kun men aytdimki, unaqa qilmagan. Keyin bilmayman, bu men emas, Allohdan keldi. Men aytdim, Allohni bizga bergan ne'matini saralashga biz haqlimizmi? Allohni bizga bergan omonatini bu yaxshi, bu yomon deyishga biz haqlimizmi? Yo'q. Allohni bizga bergan ne'matidan uyalishga biz haqlimizmi? Yo'q. Ya'ni biz kimizki uyalishga? Va ikkinchi bir holat bo'ldiki, men aytdim, endi buni ismini o'zgartir desam, nimaga? Buni ismini Jannat guli qo'ygan. Jannatim degan. Desam, ko'zi mo'ltillab qarab turibdi. Zotan bular jannatga kirishda hammamizdan oldin ro'yxatda turadi. Bular bir gunoh qilmasa, bular alam bo'lmasa, bularda kechirmaslik bo'lmasa, unaqa tuyg'u yo'q. Men aytdim, sen unga qarab yig'layapsan, qiynalyapti deb. Vaholanki u o'zini olamida yashayapti. Turadi, kuladi, qiqir kuladi. Uni kulishiga men zavqlanib ketaman. Ya'ni u qiynalmayapti, u o'zini olamida yashayapti. Bizga go'yoki qiyindek tuyulyapti va aynan bu balki jannatga kirish uchun bir vasila demakdir. Dedim deyishga, uni bir qalbida qanaqadir bir umid bo'ldi, boshqacharoq qarashga harakat qildi. Alloh, men bu narsa menga juda ham kuchli bir quvvat berdi dedi. Keyin gapim xato bo'lib qolmadimi ekan deb ustoz bilan bog'landim. Ustoz, bir holat bo'ldi, jiyanimda shunaqa holat bo'ldi. Uni qo'llab-quvvatlash uchun qalbimga Alloh soldi aytdim. Bular begunoh, bular inshaalloh jannatli bo'ladi. Bu haqda menda ma'lumot yo'q edi desam, juda to'g'ri aytibsiz deb menga bitta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridan bitta voqeani aytib berdilar. Mahallada bir telbani ko'rib insonlar kulishgan ekan uni holatidan.
Ya'ni o'ziga xos kulib yurishdan yoki qanaqadir birdaniga yig'lab qolishidan va hokazo. Shunda odamlar kulganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, agar siz uni qiyomatdagi holatini ko'rganingizda edi, o'zingizni hozirgi holatingizga yig'lagan bo'lardingiz. Va aynan mana shunday o'ziga xos farzandlar o'zi yaxshi ko'rganlarni shafoat qilish imkoniyati ham vallohu alam berilarkan. Ya'ni o'zi yaxshi ko'rganlar deganda ota-onasi va uni yaxshi ko'rganlar, ya'ni uni yaxshi ko'rganlarni bilarkan deganda, men endi shunaqangi yig'laganman, ya'ni nimaga? Aytdim, "Sen-ku sen" dedim. "Seni farzanding" dedim. "Meniyam shafoat qilishidan, ya'ni buyam jannatga kirsin deyishdan umidvorman" dedim. "Meniyam yaxshi ko'rishni xohlayman" dedim. Chunki aytardi opa, sizni boshqacha yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rishni bildiradi. Kelsangiz menga qaramay qo'yadi, birdan oldinga tushib ketadi. Qo'lingiz men qo'lim ushlab ko'rsatadi qayerga olib borishlarimni, olib borsam, bu sizni boshqacha yaxshi ko'radi, bu sizni boshqacha yaxshi ko'radi Biroq bolalar deganda. чувствительный. Shunaqa energiyangizni oladiki, bir xil insonlardan uzoq turadi o'zligi. Siz bilmagan holatingizda. Это Va aytdim, "Senda" dedim, "bizdan ko'ra jannatga kirish imkoniyating ko'proq. Umiding ko'proq, ishonching ko'proq, agar unga munosib munosabat qila olsang. Ya'ni urib, alam bilan, isyon bilan emas, qabul qilishlik bilan. Bu meni jannatimning bir kaliti, jannatimda bo'ladigan gul va inshaalloh shu sabab jannatga kirishdan umidvorman" deb qarasang, hamma narsa o'zgarib ketadi. "Sen-ku sen, men umidvorman-ku buni orqasidan" deb endi ikkalamiz rosa quchoqlashib yig'ladikda. Ishonasizmi? Mana shu holat, mana shu suhbat uni hayotini o'zgartirdi. Men emas, Allohning fazli. Bir sabab chiqildi. Ko'chaga chiqib boshladi. Odamlar orasiga kirib boshladi. Bolalar maydonchasiga borib boshladi. Bugun bola bog'chaga boradi. Bemalol odamlar bilan muloqot qiladi va hattoki ko'chaga chiqqanda kimdir bolasiga qarasa, "Hayron qilyapsan farzandim?" Ha, o'ziga xos deb ketadigan holatga tushdi. Alhamdulillah. Shu yerda o'sha ayollardan ham iltimos qilardim va nainki ayollar, farzandlarni ham to'g'ri tarbiyalash. Chunki bolalar ham o'ziga xos bolani ko'rgandan keyin g'alati qaraydi-ku. Unday qarama. Buni o'ziga xosligi bor, buni o'ziga xosligi bor. Masalan, biznikiga mehmon kelsa muslima, meni farzandlarim u yoqqa bu yoqqa tashsa aytadi, "Lola opa, bolalaringiz ham shunaqangi ehtiyot qiladi, biladi buni o'ziga xosligini." Zotan chunki Hadicha ota-ona bola bu bilan narsani beradi. shuni Bermasa bergan qattan biladi? ekanmizki, bo'lmasam Hadicha bola bilan tengdosh. Deylik 10 yosh. Hadicha bola endi qarashi, o'qiydi, boshqa qiladi. Buni shuni emasligini bilib ham Hadicha bola qo'lini o'ynasa, tortsa qo'shiladi. Ya'ni uni qo'llab-quvvatlaydi, uni ko'rib yig'laydi. Bu bola nimani tushunarkan? Bolam itarmidi? Bolam qo'llab-quvvatlaydi. Bu juda muhim taraflari. Bolalar обычный bo'lishi mumkin. Ularga ozgina informatsiya berishinglar. Bizada bu narsani, например, maktabida man qilganman. Bizga nima kelib qolgan, o'qituvchisi u paytda 1-sinfga boshlaganimizda autichniy bolalar bilan, особенный bolalar bilan qanaqa ishlashni o'rganayotgan payti bo'lgan. Bizada plyusimiz bo'lgan. Direktorimiz bizani qo'llab-quvvatlaganlar. Haligacha ham qo'llab-quvvatlaydilar. Ularga отдельный rahmat. Потому что bunaqa insonlar, конечно, sani поддержка qilgan. Da, где-то qiynalyapsan, где-то da bajaryapsan. Но yoningda u плечо his qilsang, yelka. Это buni nimasi yo'q, ta'rifi yo'q. Sizni inkor qilganda, sizni rad etganda, ya'ni sizni deganimda farzandingizni albatta. Eng og'riqli his albatta. Nima deb javob bergansiz? Hammasida ham javob berib ketolmagan bo'lsangiz kerak. Yo'q, Javob berganingiz bo'lganmi va u nima degansiz? paytda hali psixologiya yo'q menda. Просто обычный onaman. Где yig'laysan, где tumshug'ingni solib ketasan, где urishasan, где-то haqqingni talab qilasan, где-то aybdorlaysan. Keyin bitta bassanga borib, bitta совсем молодой, o'shanda 20 yosh bormi, yo'qmi yigit, Mirzohid degan yigit, "Kelin bitta попробуй" dedi. Bitta harakat qilib boq dedi. Ishlamaganman degan. Individual holatda boshlaganmiz. Suvga birga kirishardi. Bir bola shunaqa suzib ketdi. Mashalloh.
Kadrlari bor. Очень быстро, да, videolari bor, kadrlari bor. Hammasini qo'ysa bo'ladi, ko'rsa bo'ladi. Shunaqa birga shunaqa maza qilib vaqt o'tkazishardi. Keyin Umrzohid trenerlar bir-birini biladi. Aha, Ko'rsatgan. aha. Sizlarni rad etgan bolanglarni ahvoli. Mashalloh. Mashalloh. Bugun farzandlar rad etilishidan qo'rqayotgan yoki farzandi rad etilib javob berolmayotgan onalarga nima deysiz? Nima qilsin ular? Haqqinglarni talab qilinglar. Masalan? Sizlarni rad qilishyaptimi? U paytda deb keturganman balki. Где-то возникать qilib o'zimni E'tiroz nima e'tiroz bildirmagansiz. где-то bildirib, где-то bildirmagan. No, ответный reaksiya olmaganman. No, bu yerda haqqini talab qil. O'zingni, например, kimnidir katta bolasi, обычный deylik, bitta bola tug'ildi, O'ziga xos. o'ziga xos, да, особенный. Bu yerga qanaqa haq berilayotgan bo'lsa, qayergadir borib, bir nima o'ynab, plashatkalarda birga bo'lib, u haqqa bolangga ham ber. Qo'rqma Xo'p uni. deb ketaverma. Da, yo bunga bo'laveradi emas. Bu yerga qanaqa ketayotgan bo'lsa, bu yerga ham berasan. Zo'r. Demak, bo'laveradi emas. Ayollar bizda babiram sari tuyg'ular bostirilgan ayollarmiz. Hammamiz buni tan olishimiz kerak. Kimdadir bolaligida va hokazo va hokazo va shu tuyg'ulari bostirilganligi oqibatida ham bu radga javob berish bizda qiyin. Chunki ichingiz qaysi tuyg'ular bilan to'la bo'lsa, xuddi shu tuyg'ularni ham bolangizga yashatasiz, ham bolangizga berasiz. Bitta narsa bor, negativ holatda bo'lsang, tushunarli, например, tuyg'ularingni tushunmaysan balki. Lekin borib, например, adangizlar bilan, oyingizlar bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan urushib, yig'lab, borib motivatsiyani boladan olish noto'g'ri. Ko'p onalarni kuzataman, даже Nima degani u? internetda. Turmush o'rtog'i ota-onasi boladan motivatsiya olish. Qanaqa urushdim, yig'layapman, yomon hisladimmi, borib bolamni quchoqlayman. Bu hammaga tegishli. Hamma qiladi bu narsani. Yig'layapsam, bolangni. Bola, mana bu prefrontalniy qara, bolada 25 yoshgacha развивается. Rivojlanadi. 6-7 yosh, 8 yoshgacha mana bu joydan полный ko'pya ketadi. Ona qanaqa состояниеda bo'lsa, bola buni ko'pya qilib oladi. Ona безвыходность состояния, yolg'izlik tuyg'usi, rad etilish, qabul qilinmaslik, qo'rquv to'la bo'lsa, xuddi shu narsalar bolaga beriladi. Quchoqlab yanada ko'proq beramiz. O'tda sen o'zing bilan ishlab ol, tuyg'ularingni tushunib ol, qayerdadir chiqarib ol. No, bolaga bu vaziyatda quchoqlashma. Boladan nima qilamiz? Biz yomon holdamiz, yig'layapmiz. Bola bilan quchoqlashdik. Bola nima? Sodda, ichida hech narsa yo'q. Yaxshilikdan. Pok fitrat. Da. Yaxshilikni beradi, nima oladi? Onaning tuyg'ulari ketdi. Qizlar, e'tibor qilinglar, bu gap juda hozir muhim gap bo'lyapti. Farzandlarga biz nima beryapmiz? Men odatda aytaman, biz farzandlarga pul, mol dunyo, uy, kiyim-kechak meros qilmaymiz. Biz ong, tuyg'u meros qilamiz. Nima tuyg'uda yashayapsiz va nima beryapsiz farzandingizga? Hozir e'tibor qiling, nima tuyg'ularni beryapsiz? Qani kommentariyaga yozingchi, ayni daqiqalarda nima tuyg'u bera olyapsiz? Kecha nima berdingiz va ertaga nima bermoqchisiz? Baxtsiz onadan baxtli farzand bo'lmaydi-ku. Va farzandni tarbiyalash uchun ayollar ko'p murojaat qilishadi. Va farzand tarbiyasi haqida murojaat qilishganda to'xtanglar. O'zimizni anglab olaylik. Nega biz Alloh pok fitratda yaratgan bolani tarbiya qilishga shoshamiz-u, o'zimizni tarbiya qilmaymiz desak, bu gap ko'p ayollarga og'ir botadi. Nega? Chunki inson o'zgarish qiyin. O'zini ya'ni boshqalarni o'zgartirish osonroq deb tuyuladi, aslida oson emas. Buni nabarat qarash kerak. Qiyin. Sen o'zingni o'zgartira olasanmi-ki, boshqasini o'zgartirishni shunaqa, o'zini o'zgartirishga tayyor emas, hattoki farzandi uchun ham. Ya'ni yo'q, men unday emas edim. Mana masalan, deylik, farzand tarbiyasi mavzusida ketyapti. Men bitta juda ham nozik mavzuda gaplashmoqchiman. Buni biz har doim farzandni burchlari haqida gapiramiz, odatda. Ya'ni farzandni ona oldidagi burchi, ota oldidagi burchi va farzandni ularga bo'lgan munosabat haqida gapiramizki, ota-onaning burchlari haqida kamroq gapiramiz. Nimaga? Chunki ona muqaddas deyiladi, ota muqaddas deyiladi va men o'zim o'qib, o'rganib, tushunib, anglab, siz bilan mana muloqotda bo'lib anglaganim
Qizlar, bu jumla kimgadir og'irroq tuyulishi mumkin, botishi mumkin, lekin aslida ona emas muqaddas, balki onalik muqaddasligini angladi. Bu nima degani? Shuni siz Onalik. ochib bering. Bu narsani o'zim ham psixologimdan eshitganman. U ham Yevropada ta'lim beradigan inson. Ona emas muqaddas. Ona nima degani? Biza ayol kishi bo'lib, qiz bola bo'lib tug'ilganimizda hammamizda bu organ bor. Onalik vazifasini, to есть tug'ish vazifasini bajaradigan organimiz bor. Aha. Bu tug'ding, ona bo'lding. Imkoniyat bor hammada. Bor. Onalik-chi? Nima degani Bu onalik? o'rganish kerak. Shartsiz sevishni bolalar biladi. Aynan. Aynan. Men ko'p auditoriyaga savol berganman. Kim insonlar o'rtasida kim sizni shartsiz sevadi desam, ona deydi hamma. Ona shartsiz Aslida sevmaydi. shartsiz sevadigan inson bu bola. Undan o'rganishimiz kerak. Bola qanaqa bo'lgan qat'iy nazar. Undan shuncha ko'p ilm olasizki. Bola hozir arazladi. 5 yosh, 10 yosh. 2 minutdan keyin o'sha arazlagan o'rtog'i bilan o'ynab ketadi. Biz nima qilamiz? Yeymiz, o'zimizni arazlaymiz, tushunish kerak bizani bunaqa из мухи слона делаем. Bola Qishidan fil yasaymiz. da, bola momentda maza qilyaptimi? O'ylamaydi, ertaga maktabga tayyorlashim kerak. Inninga kimnidir tug'ilgan kuni bir nima qilish kerak. Yo'q, u momentda. Biz qayerdamiz? Boshqa joy. Bola kayfini chiqaradi hayotda. Mazasini biladi, shirasini biladi. Qilayotgan ishida. Полностью o'sha yerda bo'ladi. Biz uni qilishni bilmaymiz. Bolalaringizga qaranglar, hayotda o'rganinglar deyman. Lekin bu gapni hamma ko'p eshitgan, o'qigan ham. Lekin o'rganish bu ilm-da. Ya'ni bolaga qarab turib undan xulosa olish uchun birinchi navbatda inson o'zini tanish kerak va o'tirib olgan kreslosidan pastga tushish kerak-da. Bizda onaman degan maqom bor-ku. Onaman. Nimaga bolangiz bunaqa qilishga? Chunki men onasiman. Nima aloqa? Afsuski, bizda onalikni juda baland maqom qilib qo'yib olganmiz. Men onalarimiz haqida aytmayapman. O'zimiz haqimizda aytyapman. Ya'ni bizni hammamizni alhamdulillah farzandlarimiz bor va farzandimizning oldida biz o'zimizni baland maqomga qo'yib olganmiz. Bunday ko'rmaymiz. Bu Allohning yaratgan bir qalbi, Allohning yaratgan bir ruhi bizning tanamiz orqaligina kelgan va uni hurmat qilishlik haqida o'ylamaymiz. Men savol berganimda, farzandingizni hurmat qilasizmi desam, "Yo'q, yaxshi ko'raman" deyapti. Bo'ta to'xtang. Ta. Hamma bitta o'ziga savol bersin. Men bolamni qanaqa yaxshi ko'raman? Qanaqa yaxshi ko'rasizlar ham? Va qanaqa yaxshi ko'rish kerak? Qanaqa yaxshi ko'rasizlar? Chunki hamma nima deb o'ylaydi? Men yaxshi ko'raman. Bo'ldi, sevaman. Sevgi nima? Nima? Yaxshi ko'rish nima? Shartsiz boricha qabul qilishlik. Shartsiz sen o'zingni qabul qila olaysanmi? Yo'q-da. Zo'r. Sen bir nima ish qilding. Net ochiqda. Rezultati sen xohlaganday bo'lmadi. O'zingni aybdorlaysanmi? O'zingni kritika qilasanmi? Kamsitasanmi o'zingni? Yo'qlasanmi o'zingni? Shu tuyg'ularingni o'zingga qilsang, sen xuddi shu tuyg'ular bilan bolangni sevasan. Demak, bu rosa og'ir kelishi mumkin. Aslida og'ir keladi, har bir gap og'ir keladi, chunki biz atrofimizdagi aybdor qahramonlar haqida gapirmayapmiz-da. Biz haqimizda gapiryapmiz va qanchalik og'riqli bo'lgan joyda aslida rivojlanish bo'ladi. Qarangki, hozir mana qizlar bolani shartsiz qabul qilishlik haqida gap bo'lyapti. Hamma aytadi, men bolam shartsiz yaxshi ko'raman. Bo'lmagan gap. Agar bola 2 olsa, bola birovni urishib kelsa, bola aytganingizni qilmadi, uyda yig'ishtirib kel dedingiz, keldi yig'ishtirmagan bo'lsa, bola kim bilandir urushsa, ya'ni sizni o'rgatganingizga tuz teskari ish qilsa, hech qachon qabul qilmaysiz. Faqat uni yaxshiligini maqtaysiz. Elementar, masalan, bolaga uni yig'ishtirib ketni, qizingizga yig'ishtirib ketdi deysiz. Shkafni yig'ishtir, taxla, gazni yuvib, pollarni. U gazni yuvdi, pollarni, shkafni yig'ishtirmadi. Bizning ko'zimiz qaysiga tushadi? Qilinmagan ishga tushadi. Endi uni qabul qilmadik boricha. Endi siz zo'r gapni aytasiz hozir. Xo'p, bolangizni qabul qila olmayapsiz. O'zingizni qabul qila olasizmi? Boringizcha. Savol qizlar, o'zingizni boringizcha qabul qila olasizmi? Kommentariy yozasiz, bilaman, ba'zilar yozishadi. Men o'zimni qabul qilaman. Shoshmay turing bu javobga. Nima degan o'zini boricha qabul qilish? Nima degan o'zini boricha qabul qilish? Ikki tarafimni ham qabul qilaman. Ya'ni yaxshi tomonlarim bor. Zo'r
talantlarim bor, fazilat, xislatlarim bor. qilib bera oladigan darajalarim bor. Lekin buni yonida har doim 100% bo'tda bo'lmaydi, 100% negativ taraf bo'lmaydi. Balans bo'ladi baribir. Ya'ni insonda illat bo'ladi. Конечно. Bu tarafcha. Bu tarafda где-то qilolmagan paytlarim bor. Где-то ruhiy Charchagan. holatim bor. Negativ tomonlarimiz hammamizda bor. Hammamizda bor. Alloh Biz yomon odam bo'lib qolishdan qo'rqamiz-ku. yomon boshqa narsa, negativ tuyg'ular boshqa narsa. Demak, yomon tuyg'u boshqa narsa. Negativ tuyg'u bu bor narsa. Bir nimani orqasidan reaksiya qilib chiqayotgan tuyg'ularimiz. Yomon inson bo'lish, miyangizda bir nima bor, bu insonga yomonlik qilaman deb уже ichingizdan planlagan narsangiz. Bu уже boshqa narsa. Sizni tuyg'ularingiz bu narsaga olib keladi, yo'q emas, olib keladi. Но bu yerda уже kontrol ketadi. То есть men qayerga ketyapman bu tuyg'ularim bilan? O'zim bilan ishlab u tuyg'ulardan bo'shashmi? Или u tuyg'ularning orqasidan boshqa insonlarga yomonlik qilishmi? Bu yerda уже meni mas'uliyatim ketyapti bu tuyg'ularning orqasidan. Demak, inson o'zini qabul qilishlik deganda, o'zini yaxshi tuyg'ularni va yomon tuyg'ularni birinchi navbat anglay olishlik. Ya'ni, hozir men jahlim chiqdi yoki endi hozir qo'rquv bo'ldi. Ya'ni, u norma deb qarash kerak yoki buni ustida ishlash kerak. Во-первых, buni qabul qilish kerak. Hozir bu jahlim chiqyapti. No jahlni tagida qanaqa tuyg'um yotibdi? Men просто jahl chiqmaydi-ku. Hozir menga bir nimani olib kelib berishmadi deylik. Qabul qilinmaganlik, eshitilmaganlik, rad etilganlik tuyg'ulari, ya'ni yerga urilganlik tuyg'u, kamsitilganlik tuyg'ulari sizda jahlni olib keladi. Demak, tepadagi negativ tuyg'ularni olib keladigan fakt fundamenti bu. Fundament bu yerda. Bu fundament qachon ekiladi va kim orqali ekiladi? 0-7 yosh orasi bizning miyamizda amigdala degan organ bor. В горошину. Kichkina. Полный 0-7 yoshgacha bo'lgan har xil situatsiyalarning ichidagi tuyg'ularni bu amigdala ushlab turadi. Demak, farzand tug'ilgandan 7 yoshgacha bo'lgan hayotida, ya'ni ota-onasini yashash hayotidagi olgan tuyg'ularini unutmaydi. Ya'ni unda yashaydi. Turadi. Endi qarang. Bola tug'ildi. Pok. Ota-ona bilan yashaydimi? Или katta insonlar bilan. Ularning tuyg'ulari ketdimi? Ketdi, joylashdi. Plastza plastom. Keyin nima bo'ladi? 18 yoshdan keyin переходной период tugaganda bu amigdala ishlashni boshlaydi. Ishlaydi. Boshqacha ishlaydi. Faol ishlaydi. Ichida nima bo'lsa, xuddi o'sha insonlarni hayotingizga olib keladi. Chunki bu tegi tuyg'ularni yana bir bor emas, hayotingiz bo'yicha yashaysiz. Demak, sizning o'sha siz aytayotgan sizning bolaligingizda olgan tuyg'ularingiz atrofingizga sizga yana bir marta shu tuyg'uni his qilishingiz uchun keladigan qahramonlar. Ya'ni sizni kimdir kamsityapti, deylik turmush o'rtog'i yoki qaynona yoki kimdir, bu aslida sizga tegishli tuyg'u, ular sizga nima qilyapti buni? Ko'rsatishyapti. Qara, bu narsaga bitta mundoq qara, nima bo'lyapti? Bu chunki qancha o'zim mijozlarimda ko'rganman, o'zimda ham bu narsani ko'rganman. Bu уже rezultati berilgan narsa. Sen o'zing tuyg'ularing qachon ishlab, ularni где-то bo'shatib, anglab, tushunib, ularni kamaytirganingda bu insonlar avtomat holatda yaqining o'zgarishni boshlaydi. O'zini o'zgartirish deganda tuyg'ularni o'zgartirish, hissiyotlarni o'zgartirish. Ya'ni qachondir yashagan hissiyotlarni tan olib, unga tushib, uni tozalab, o'rniga nima ekish? Sevgi, muhabbat ekish. Demak, va hozir endi bilaman, baribir ham bizni tomosha qilib turgan ayollar orasida kimningdir turmush o'rtog'i qattiqqo'l, kimningdir turmush o'rtog'i qo'l ko'taradi, kimningdir qaynonasidan qanaqadir ko'ngil to'lmaganlik holati bor va kimdir aynan onasi bilan yoki opa-singillar bilan muammo holatda va tabiiy holatdaki bir paytda o'zim ham shunday bo'lganman. Ya'ni atrofimdagi insonlar men uchun qahramon bo'lgan. Qanaqa qahramon? Aybdor qahramondir. Bu holatimga bu aybdor, bu holatimga bu aybdor, bu holatimga bu aybdor. Ya'ni bu qahramonlar nega kelgan? Nima beryapti menga? Nima uchun meni kimdir kamsityapti? Nima uchun menga bu tuyg'uni beryapti degan savol bo'lmagan. Bitta savol Ilmga kelguncha. Bu aybdor, bu san qanasan? Rahmat, o'shada va o'sha ilmga kelgandan keyin bunga degan strelkalarim hammasi bitta emas, bir 12 ta strelka menga qaraganda men qattiq cho'chib ketganman va qochganman. Keyin to'xta, qayergacha?
qayergacha boraman, turgan joyim muqaddas, shu yerda hal qilishlik kerak. Buning uchun ilm kerak. Shuning uchun hozir aytishingiz mumkin, men judayam yaxshiman, lekin meni erim uradi, gapga tushunmaydi, menga baribir ham shunaqa munosabatda qiladi. Lekin menga onam, otam unaqa munosabatda bo'lmagan degan fikrlar bo'ladi. Munosabat bilan tuyg'u har xil narsa. Sizga munosabat bitta bo'lishi mumkin. Ichida turgan tuyg'u важный. Demak, masalan, bir jaholatga uchragan ayol yoki bir qiyinchilikka, musibatga yoki endi bu narsani tan olish kerak. Bizning jamiyatimizda ayniqsa kelinlarni bir nari ko'rishligi ko'p kuchlida, ya'ni kamsitilganlik holati. Ayollar juda ko'pchilik o'zini kamsitilgan his qiladida, buni qachon his qilgan? Ya'ni bugungi his qilayotgan kamsitilgan tuyg'usini u qanday oldi? Kim orqali oldi? Nima tuyg'u berdi unga? Nima munosabat unga bu tuyg'uni berdi? Bu yerda bitta moment bor. Kim tarafdan bu negativ tuyg'ular og'ir va ko'p kelayotgan bo'lsa, Deylik eri yoki qaynonasi yoki farzandi. Yaqini, eng farzand yaqini. endi oxirida keladigan narsa. Farzandga biza ko'pimizni nima qilib oladi? Грубо будет. Musorni korзина qilib olamiz. Sevgi deb ichiga tuyg'ularimizni otaveramiz. Bola o'sha bilan katta bo'ladi. Bu chetga olib turamiz. Qaytamiz hozir bunga. Da. Bu taraf qaynona deylik. Yoki er. Negativni tuyg'u olyapmiz постоянно. Bizdan doim e'tirozda. Da, bitta savol. Kichkinaligingda bu inson bo'lsa kim bo'lardi? Bu terapevtический savol. Terapiyamizda ishlatadigan savolimiz. Qachonki bu yerda tushunsangiz, xuddi shu narsani kim qilgan? His qilganingizni. Hozir Instagramda aynan bolalikdagi tuyg'ular va bolalikning travmalari biroz boshqacha interpretatsiya qilinyapti. Ya'ni bir ko'zim tushdi, bordi ona dedi, men sizni kechiraman dedi. Buni endi vayn qilib olishgan. Ona balki mendan kechirim so'ramoqchisiz, yo'q dedi. Men sizni kechirdim. Nimaga desa, psixologni ishladim, bolaligimda qilganlaringiz uchun kechirdim. Ya'ni noto'g'ri talqin etishlik bor-da. Bu yerda bolalik jarohati degan o'zi nima va bunga to'g'ri qarashni o'rgating. Kechirish nima deganda? Kechirishda kimdir ustun turadi. Bu уже noto'g'ri narsa. Men tepadan qarab seni kechirdim deyapti. Past ko'rish boshqa odamni. Bu уже noto'g'ri. Xo'p, bundan o'tdik. Terapiyada kechirish ishlayotgan bo'lsangiz, qochinglar terapiyadan. Agar kechir buni, kechir uni bilan ishlayotgan, qabul qilish degan narsa bor. Qabul qilish. Qabul nima qilasan? Onam ham, otam ham bilganicha, boricha berdi. Buni qabul qilasan. Ya'ni bu yerda ularni muhokama qilish emas, yomon ko'rish emas, noto'g'ri qildi deyish emas, ularni ayblash emas. Balki tuyg'u qayerdan kelayotganini anglash uchun kerak bo'ladigan jarayon. Конечно. Bu tuyg'u keldi. Men endi bu tuyg'u bilan nima qila olaman? Sizda ikki yo'l bor. Или xuddi shu tuyg'ularni o'zingiz bolangizga berasiz, lebo bu yerda u siklichностьni to'xtatasiz. Doimiylikni qanday qilib ishlash kerak. Endi mana shu yerda keling, farzandni tarbiyasiga, ya'ni farzandga o'tkazdik degani. Hozir ko'p ayollar diqqatroq bo'ling, oldingizda choyingiz bo'lsa bitta ichib olasiz. Ya'ni og'irroq gapda, biz farzandimizni zo'r tarbiya qilyapmiz deymizda. Endi qarang. Turmush o'rtog'i bilan urushib qoldi. O'zini kamsitilgan his qildi. O'tirib yig'layapti. Qaysidir ayol bu haqda farzandiga aytishi mumkin. Qaysidir ayol aytmaydi. Lekin farzand aytmagan taqdirda ham, onani ko'rmagan taqdirda ham bu tuyg'ularni oladimi, yo'qmi? Bitta uyda albattami? O'tda ota-ona urushganni ovozi kelyaptimi boshqa xonaga? Agar kelmasa hamchi. Deylik, men 3 ta variant beraman. Deylik, bitta ona o'zi bilan band bo'lib spalniyaga kirib yig'layapti. Bitta ona chiqdida jahli qilib ish qilyapti. Bitta ona chiqdida bolasiga jahlini beryapti. Bitta ona chiqdida bolasini quchoqlab yig'layapti. Deylik, 4 ta variant. Ketdik. Ona o'zi bilan ishlab, yig'lab oldi. Shunda qatdan kelyapti, nima qilyapti? Ishlab oldi o'zi bilan, chiqib hech narsa bo'lmagandek, lekin hech narsa bo'lmagandek tuyg'ular уже bo'shagan bo'lishi kerak. Bo'lsa, problem yo'q. Tuyg'u bo'shagan deganda bu maksimum o'sha o'ziga yig'lashga ruxsat berishlikmi? Eng minimum olgan. Eng minimumi yig'lab olib, bu yig'lash bolaga yonsitish emas. O'zida yashash kerak u narsani. Minimumi. Chuqur kirsang, yaxshiroq. Bolaga bermaysan dalshi. Keyingi variantingiz. Variantni aytingki, dalshi ketinglar. Chiqib jahl qilyapti. Jahl qilib tars qilib, ya'ni qovog'ini o'yapti. Men, например, meni erim kamsitdi. Men jahl qilaman. Jahl orqali kamsitilish tuyg'usini beraman bolamga.
Ana. Problema bola emas. Keyin insonlar nima gaplashgandan keyin tushunadi. Bola nima qildi? Turibdi o'sha yerda. O'ynayapti, kulyapti. Sani tuyg'ung-ku. U tuyg'uni nima? Bo'shatishing kerak. Musorniy korзина deb просто так aytmadim. Bolaga otyapsan u narsani. Stakanni qo'yasan, bir nimani tepib yuborasan, baqirasan, jirkanib gaplashasan. Bo'ldi, u tuyg'ular bolaga ketdi. U korзина to'ldi. Mana ona va onalik haqidagi O'shanga onalikni bu yerda sal mundoq qilib turinglar-da. O'zinglar bilan ozgina ishlashga harakat qilinglar. Men nima beryapman? Men o'zimga nima beryapman? Demak, farzand bizni tuyg'ularimiz yashaydi. Полный. Это уже проверено. Bizning DNK 98% tuyg'udan iborat. 2% faqat kimga o'xshashimiz bilan fiziki tarafi bilan iborat. Qarang, sari bir sal nozikroq mavzu yana bu ham. Mana farzandni tarbiyalashda, farzandni holatida NRS degan tashxis bor. Ya'ni farzand tunda joyini ho'llab qo'yishi. Ba'zan 9-sinf farzandlarida ham bor. Bu 5-6 yoshli bolalarda ham bor. Birinchidan bu kasallikmi? Yo'q, kasallik emas desangiz, bu nima? Ko'plar NRS deb doktorga olib borishadi. Albatta. Doktor tabletka beradi. O'tmaydi. O'tsa ham vaqtinchalik, keyin nima bo'ladi? Xuddi shu narsa yana kiradi. NRS tegida yotgan narsa qo'rquv. Demak, agar farzandingizda NRS bo'lsa, u qo'rqyapti. Nimadan, kimdan, qanday Endi qanaqa bo'ladi bu? Bu qo'rquv birinchisi ota-onaning qo'rqusi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bolaga berilgan qo'rquv bo'lishi mumkin. U qo'rquv tanadan chiqib ketadi. U paytda bolani urishib, yig'latib, yo'q qilib, uyaltirib qilgandan ko'ra, bitta o'tirib bolani nima bo'lyapti senga? Nima his qilyapsan? Nima bo'lyaptidan oldin o'zingizga so'rang. Опять yana taqalamiz o'zimizga. Nima bo'lyapti? Bizga olib kelishgan bitta klinikada ishlayotganimda bolalar, NRSli bolalar hammasi ko'rilgan. Nima bo'lyapti? Yo, bittasida ota-ona urishaveradi postoyanno. Urishayotganda nima bo'ladi? Buni ham aytib ketay. Ota onaga baqiryapti. Ota onani uryapti deylik. Ota yo'q qilish tuyg'usini beryapti bu yoqqa. Jahl bilan, fizический насилие bilan. Ayol kishi nima his qilyapti? Yo'q qilish tuyg'usi, kamsitilgan, rad etilgan, qabul qilinmagan, yerga urilgan mayoma tuyg'usi. Bu tuyg'ular hammasi bolaga ketdimi? Narigi xonada bo'lsa ham u bolaga ketdi. Ovozlardan, taraq-turuqlardan hammasi ketdi u bolaga. Bola u qo'rquv qachonki travma bo'lmaydi. Uni ham aytib ketay. Bo'lyapti mana shu holat. Kattalardan bittasi kelib, bolani quchoqlab, "Men yoningdaman. Hozir hammasi o'tib ketadi. Qo'rqma." deyolsagina bu travma bo'lmaydi. NRS bo'layotgan bola bir qo'rquv tuyg'ular, bir narsa tuyg'ular bor yo'qda. Bolada shu holat bormi? Xo'llab qo'yish holati bormi? Bu sizga, ya'ni ota-ona uchun signal bu. Qara, bolani tuyg'usiga qara, yuragiga qara, nima his qilayotganiga qara. Undan oldin o'zingga qara, sen nima his qilyapsan? Mana shu vaziyatda nima his qilyapsan? Umuman bu holatda. Endi qarangki, mana shu yerda kam. Voy bolajonim, nima his qilyapsan deydi. Onalar kam. Yana xo'lladingmi? Yana shunday qildingmi? Kap-kattasan. Atrofingdagilarni qara, san tenglar buni qilmayapti, opa-akalaring qilmayapti yoki unga alohida joy to'shab qo'yishlik yoki unga prosnasini tagidan klyonka to'shab qo'yishlik va bolani ajratib qo'yishlik holatlari bor. Buni ko'zim bilan ko'rgan holatlarim bor. Nima beradi bu narsa bolaga? Biz onalar buni oddiy holat, ya'ni gilamni kir qilmaslik, ko'rpachani ho'l qilmaslik va hokazo deb qarashimiz mumkin. Nima tuyg'u beradi bolaga bu? Hozir kelayotgan klientlarim bor, ishlayotgan klientlarim bor. NRS tegida yotgan bu. Hozir bессонные ночи, uxlolmaslik, спущение мочевого пузыря problema. Doktorlardan o'tadi. Siydik qopini tushishi. Da, tushib qoladi, usholmaydi. То есть tualetga ko'p ayollarni bilaman. Ko'chaga chiqmasdan 10 marta tualetga kirib chiqish kerakki, ko'chada bir nima bo'lib qolmasin. Hatsa tualetga kirsa unaqa shish istagi yo'q. Bu уже men bu yerda yotgan narsa. Bu o'sha tuyg'u. Mumkin emas. Boshqar, kontrol qil. Bitta NRS bessonniца olib keladi. Тревожный
sostoyaniya qo'rquvlar olib keladi. Problema organlar bilan olib keladi. Bitta enuris. Ana qarang. Ya'ni bitta bolada bu holat bo'lishi, uni aslida qo'rquv orqali oldi, lekin uning hayotiga qanday ta'sir qiladi? Shuning uchun biz onalarimiz haqida gapirmayapmiz. Biz men haqimda, bular haqida, siz haqingizda gapiryapmiz. Bugun biz buni to'g'rilaylik. Ya'ni ular ham xato qilgan demaymiz, bunga haqdor emasmiz. Aslo va aslo. Lekin tuyg'ularga to'g'ri baho berishlik va tuyg'ularga qarashlik muhim. Masalan, bo'ladi farzandlarda, ayniqsa qizlarda, men ham ko'p ayollar bilan ishlaganim uchun bilaman, farzandlarga, qiz bolalarga hozir nozikroq mavzu, tegajog'lik mavzusi. Qaysidir qizlarni 5 yoshida, qaysidir qizlarni o'smir yoshida, qaysidir qizlarni qanaqadir holatida ularga nisbatan qanaqadir bir kattadir kichikdir tajovuzkorlik holati, ya'ni juda kuchli tajovuz bo'lmasa-da, qanaqadir bir holat bilan ularda juda kuchli psixologik travma bo'ladi. Tabiiyki buni ota-ona ko'rmaydi va tabiiyki bola aytmaydi. Xo'p, savol. To'xtataman. Nimaga bola aytmaydi? Vot, shuni aytmoqchi. Bola nimaga aytmaydi va bu ota-ona nega ko'rmaydi? Endi ko'rmaydi deganda aytish mumkin, qolganda bekitadi, boshqa joyda bo'ladi va hokazo. Yo'q, bu boshqacharoq savol. Ko'rmaydi deganda bolani o'zini tutish orqali buni qanaqa anglash mumkin? Bu ko'pchilik uchun kerak savol, ayniqsa qiz farzandni katta qilayotganlar uchun. Bu yerda himoya, fizikiy himoya to'g'risida gapirayotganmiz, yo'qmi? Bu yerda bolani onaga, minimum onaga daveriya, ishonch to'g'risida gap ketyapti. Bu bir. Ikkinchi, bunga qaysi bolalar kiradi? Qaysi qizlar kiradi? Ko'rilmagan qizlar. Ko'rilmagan nima degani? Bilaylik, qizlarimizni ko'ryapmizmi, ko'rmayapmizmi? Ona o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, qizidek ko'rmasa, u qiz bilan albatta bunaqa narsa bo'ladi. Qizdek ko'rish deganda ko'pchilik aytadi, men qizimni ko'raman, xohlagan narsasini olib beraman, olib boraman va hokazo. Shunga qizdek ko'rishligi boshqa narsami? San o'zingni ayol kishi bo'lib, ona emas. Bizda onalik ustun, ayol kishilik pastda. Shunaqa. Endi qarang, onali martaba, boya aytgan gapingiz, qizlikcha, ayol kishilikcha. Buni chiqarish kerak. Endi bizda million karra afsusdan aytaman, bizda qiz farzanddan ko'ra o'g'il ko'proq kutiladi. Bu qanchalik achinarli va og'riqli bo'lmasin, bu mentalitetga xos holat. Va shuni o'zi ham, ya'ni onaning bu xohishi yoki otaning bu xohishi ham hali tug'ilmagan va tug'ilgan farzandga uning pastroq ekanini tuyg'usini berar ekanda. Endi bu yerda bitta narsa aytib ketaman. Otalarga tegishli. Ayollaringlarga qanaqa munosabat bersanglar, xuddi shu munosabatni qizinglarga boshqa bir erkak beradi. Sizlar o'sha ayollarda tayinlayapsizlar. Ayollinglarga qanaqa bersanglar, sizlar qizinglarni kelajagini tayinlayapsizlar bu bilan. Endi hozirgi mavzuga qaytamiz, ya'ni ko'rilmagan qizlarda bu holat bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdir tomonidan ozgina tegajog'lik bo'lishi, bu minimum aytyapman. Ko'rilmagan degani nima deganda, ya'ni nima ekan? Ko'rilmagan qiz u qanday qiz? Keling, 4-5 ta holatni aytaylikki, onalar anglab olsa, voy, men o'zim qizimni ko'raman deb o'ylar ekanman, vaholanki men uni qabul qilmagan ekanman degan bir xulosa olib, bugundan boshlab qabul qilishni boshlasin. Bolani, например, bugun bolam quvonchli, qizim. Ertaga bir o'ziga kirib kayfiyati yo'q. Nimaligini tushunyapsizmi? Qizingiz gapirmasdan uni tuyg'usini tushuna olyapsizmi? Bu ko'rish. Ya'ni bolani ko'rish degan uni tuyg'usini ko'rish, anglash, his qilish, eshitish, savol to'g'ri qo'yish kerak. Qizim, nima his qilyapsan? Uni gapirmasa-chi, aytmasa-chi. bo'lishi mumkin. Mani bolam gapirmaydi. Buni siz o'zingizni eshitishni qachon boshlasangiz, bolangizni tuyg'usini momentalno tushunasiz. Onalar gapirishga hojati yo'q bolani. Bolam gapirmaydi-da, menga aytmaydi-chi degan demang. Siz eshitishni biling. В тишине много есть несказанного. Tinchlikda gapirilmagan so'zlar ko'p. U gapirmagan so'zlarni eshitishni o'rganish kerak. Uni faqat ona eshita oladi aslida. Boshqa kim eshitadi uni? Agar tushundim. Demak, farzand qizlarda ayniqsa. Endi agar kimningdir farzandida bu holat bo'lgan bo'lsa va uni ona bilmasa, qizini
o'zini qanday tutishi orqali yoki o'g'lida, bu o'g'il bolalar orqali ham bo'lishi mumkin. Ya'ni kichkina o'g'il bolalarga ham teginchoqlik bo'lishi mumkin. Mavzu juda Shunaqa. hozir nozik ketyapti. Bolani qanday o'zgarish orqali ona nimadir bo'lgan bolamga doimgidek emas deb seza olish kerak. Bizda hamma o'zi bilan ovora. Boya aytganingizdek biz shoshish bilan ovoramiz. Ishim, uyim, joyim, bolam chaqam oxirroqda. Ovqat, kiyim olish va hokazo. Uni tuyg'usiga kirishga vaqt yo'q, toqat yo'q, xohish yo'q. Bola kundalik hayotida qanaqa? Deylik, quvonch, Faol, aktiv. aktiv. Unaqa bolalarda bir nima bo'lsa, sokinlashib qolishadi. Birdaniga. Bitta sokinlab yaxshi bo'lib ketish emas. Sokinlab Qancha qolishadi. vaqtga sokinlashadi. Sokin bolalar agressiv bo'lish boshlashadi. Bunga ahamiyat berish kerak. Agressiyasi nimaga bog'liq? Kimga agressiya ko'rsatadi? Bitta o'yinchoq olib qo'ydi, berdi emas. Buni sal tega qarash kerak. Даже bitta o'yinchoq olindi, qo'yildi, u paytda yopiladi tema. U uzun muddat boshlanadi bu narsalar. Или o'ziga yopilib, qo'rquv ichida yashashni boshlashadi. Endi bu yerda yana savol, qizinglar onanglar, to есть onasiga nimaga bu gapni gapira olmaydi? Ishonch yo'q. Bolada qayerdan bu tuyg'u keldi? Ishonch yo'q. Ishonadigan eng yaqini onasi-ku. U eshitilmadi. Uni tuyg'ulariga e'tibor qaratilmadi. U yig'laganda ovozingni o'chir deydi. Unga yig'lash huquqi berilmadi. Unga yig'lash mumkin emas. Unga kayfiyati yo'q bo'lishi mumkin emas. Bu xatoni o'zim qachondir qilganman sari. Ya'ni ayniqsa o'sha katta farzandim o'smir yoshida bo'lganda ertalab uyqudan turib kelardi. Ba'zan kayfiyati yaxshi bo'lsa bizga yoqardi. Kayfiyati yo'q qovog'ini o'yib chiqsa dadasi ikkalamiz reaksiya qilardik va qovog'ingni och. Biz oldimizda buni endi biz ota-onamiz-ku, biz haligi maqomga o'tirib olganmiz-ku, bu taxtga o'tirib olganmiz-ku. Ona otangni oldida o'zingni unday tutma. Unday. To'g'ri. Bir shar'iy ilm orqali bizni o'rgatishganday ota-onani hurmati bor, ota-onani ehtirom qilishlik bu boshqa narsa. Lekin farzandni tuyg'usiga-da egalik qilishga ota-onaning haqqi bormi? Kim bo'lib? Kim? Endi bolani shaxs, lичность qilib ko'rmasangiz, buni yo'q qilsangiz, nimaga olib keladi bu? Katta bo'lganda boshqa insonda bu bolani yo'q qiladi. O'sha katta insonni. Ko'rinmaydi, tushunilmaydi, eshitilmaydi. Yo'q qilinish shunaqa og'ir tuyg'uki, o'zini kashf qila olmaydi bu bola. O'sha bolani hurmat qilishlik, bolani ko'rishlik degani bu uning tuyg'ulariga qarashlik. Unga yig'lashga ruxsat berish, xafa bo'lishga ruxsat berish, jahli chiqishga ruxsat berish, kimgadir narsasini bermaslikka ruxsat berish bizda mumkin emas-ku. Sen kattasan. Ukangga ber, singlingga ber. Bu katta bo'lishi bola sechdimi? Bu bir uni orqasida emas edi-ku. Uni orqasida emas, uni katta qilib qo'yishdi-ku. Kim mas'uliyatli aytayapti? Bu ozgina bu taraflarga inson qarolsa, o'sha ota-ona degan insonlarimiz qarolsa, qanaqa o'zgarishlar bo'ladi bolalarda? O'zingizlar tushuna olmay qolasizlar, mo'jiza o'sha yerda boshlanadi. Bola o'zini xohlagan narsasini, yaxshi ko'rgan narsasini boshqaga bermasa, no'rim qizlar desam, egoist bo'lib qoladi-ku degan xavotir. Nima degani o'zi egoistlik? Nega biz egoist bo'lishdan bunchalik qo'rqamiz? Tushunishmaydi. Egoizm o'ylashadiki, faqat я хочу, men xohlayman, и всё. Egoizm bo'lmas. Egoizm tagida yotgan menga ber, hech kimga boshqa berma. Lekin men aytsamki, o'zini qadrlashlikmi? Men olaman. Men bunga haqqim bor. Men buni xohlayapman. Senga ham beraman. Bermasa ham no'rimmi? Конечно, no'rim. Biz uchun Xohlamadim. Ya'ni odatda mumkin emas. Berishing kerak. Mehmonga bordi. Deylik, o'zini o'yinchog'ini kelgan mehmonga bergisi kelmayapti. Kelgan mehmon bolachaga bergisi kelmayapti. Bu bolani Bu tuyg'usi. mehmon, bola qayerdan tushunadi bu mehmonligini? Uni narsasi olib qo'yilyapti qo'lidan va shunga majburlanyapti. Начинается bu bolani, например, o'yinchog'i qadrliligini bola o'yinchoqni orqasidan o'zini ko'radi. Men qadrsiz bo'ldim. Qadrsiz qilishdi. Bo'ldi. Qadrli boshqa bola bo'lib qoldi. Onam uchun ham. Bu qarang. Bola uchun ona butun yasham, butun dunyo. Bolamni qadrlayapman dedingizmi? Endi qarang, bu bola katta bo'lyaptimi? Onang bilan qanaqa munosabatda bo'lgan bo'lsang, это очень keng mavzu. Katta bo'lganingda dunyo bilan
shunaqa Tabiiy. munosabatga kirasan. Men aytaman, agar farzandingizni dunyo eshitishini xohlasangiz, bugun siz uni eshiting. Agar farzandingizni gapi salmoqli bo'lishini xohlasangiz, bugun uni gapini salmoqli deb biling. Ya'ni aslida farzandni dunyoga yetgulik qilib kim tarbiya qiladi? Onalar. Va eshitish orqali, tuyg'ularni ko'rish orqali, his qilish orqali. Inshaalloh umid qilaman, ayollarimizga bu mavzu yetib boryapti, tushunishyapti, Inshaalloh. qanchalik achchiq bo'lishidan qat'iy nazar va agar suhbatimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, albatta aytishyapti bizga, layk bosishingiz kerak ekan. Va obuna bo'lsangiz yanada boshqalar uchun ham manfaatli bo'lishiga bir yordam berasiz. Sari farzand tarbiyasi haqida gapiryapmiz. Keling, Melih bilan shuni tushuntirib bering. Men bir siz bilan gaplashganda aytgandingizki, Melih menga to'xtashni o'rgatdi. Ya'ni xohlaganda bolani quchoqlab olish emas, yoki xohlagan gapini gapirish, uni tuyg'usini eshitmasdan emas, meni to'xtat, ya'ni men xohlamayapman deganda men to'xtashni bildim. Tigim kelmayapti deganda to'xtashni bildim. Yegim kelmayapti deganda to'xtashni bildim. Qigim kelyapti deganda harakatni boshladim. Bu og'irda, chunki siz bola yig'ishtirishni xohlayapsiz. U yo'q deyapti. Qilasan. Nima kim aytdi? Men aytdim. Nega? Kimsan? Onaman. Aytganimni qilish kerak. Yo'q degan kalimani Melih menga o'rgatdi. Yo'q deyishni. Men na yo'q deya olardim, na yo'q so'zini qabul qila olardim. То есть boshqasi menga yo'q dedi. Bo'ldi. Nima his qilgansiz yo'q deganda? Isterika. No, Melih shunaqa chiroyli qilib menga o'rgatdiki, yo'q. Bo'ldi, это непробиваемая стена. Yo'q dedimi? Kira olmaysan ichiga. Bu narsa men qachonki tushundim, что men bu bolaga xizmat qilyapman. Endi yoda уже men bu onalik, для меня это не важно. Men uni o'zimdan ham ustun ko'raman. Qanaqa ustun? Men buni uroveniga yetishga harakat qilaman. Darajasiga. Darajasiga. Uning samimiy va o'zi bo'lish darajasiga. Bu bola nafs nimaligini bilmaydi. Bu bola pul nimaligini bilmaydi. Biz hozir hammamiz pul bilan yashayapmiz. Pulsiz qolish qo'rquvda deng. Pul, hamma narsa pul. Bu bola birovga yomonlik qilishni bilmaydi. Bu bola ichida bu negativ tuyg'ularni faqat agressiya tarafi bor. Bu men uchun bu здоровый holat. Sog'liqli agressiya bo'lishi kerak. Agressiya sizni granitsalaringizni ushlab turadi. Bu narsalarni ko'rib, biz hammamiz v norma hozir ilm orqali bunga intilyapmiz. Mani bolam yonimda buni o'rgatyapti. O'shanga men aytayotganim yo'qki, men birinchi o'zimni tanlayman. O'zimni holatimdan keyin boshqalarni tanlayman. Mani bolamda отношениямizda bu yo'q deyishni shunaqa chiroyli o'rgatdiki, ham yo'q eshitishi, что bu ham bir vыбор. Ham yo'q javobini eshita olaman, ham javobi. U ham bu ham ikkisi ham mumkin degan narsa. Melihda bu narsa uchun, во-первых, taktilность. Просто так yoniga borib, bizda granitsalar yo'q bu. Chegaralar yo'q. Chegaralar yo'q. Tep ketishimiz mumkin. Men balki xohlamayapman meni kimdir tegsin. Bolamda taktilniy narsa faqatgina qachon u xohlasa bor. U xohlayaptimi, quchoqlab, o'pib, dumalab yotaylik. U paytda xohlamayaptimi, zanitmi bir nima bilan yoniga tegma. Oho, bizda sen kim bo'lsan? Hamma ishingni tashlaganda men aytganimni yugurib kel. Ya'ni sen kun tagida nima yotibdi? Sen kimsan? Sen qanaqa qiymating bor? Mani, как это по-o'zbekcha? Qulimsan-da. Yomon bu hozir. Sen Allohning omonatiga qul deb qarasang, ozgina Allohning yonida qanaqa? Shunaqa, aslida qullik biz faqat Allohning oldida qulmiz. Onalarimizni oldida qul bo'lishimiz kerak emas va u onalarni qo'yaylik. Biz farzandlarimizni qul kabi ko'rishimiz kerak emas. Ya'ni aytganimni qildi yaxshi, aytganimni qilmadi yomon. O'zi farzandim tarbiyalashim kerak degan ayollardan so'rasangiz, nega desiz? Chunki aytganimni qilmayapti dedi. Kimga savol beraman? Nimaga siz aytganingizni qilish kerak? Bu yana to'xtang, lol. Tarbiya nima bu? Sen nimaga tarbiya qilyapsan bolangni? Tarbiya nima? Ya'ni noto'g'rini to'g'rilash. Aslida pok fitratda yaraldi-ku. Faqat unga yo'nalish berishimiz, Alloh aytgandek bo'lishi uchun, Alloh rozi bo'ladigan banda bo'lishi uchun biz yo'nalish berishga mas'ulmiz. Yo'nalish berayotganingizda har doim vыбор bering.
Tanlash huquqi. Конечно, buyam bor, buyam bor. Albatta. Qachonki bola o'zi ichidan aytsaki, "Men buni xohlayapman", o'shanda to'g'ri yo'lga kiradi. O'shandan qo'rqsanglar, tarbiya qilinayotganda. Vыбор bo'lishi kerak. Liba bu taraf yomon deb yopib, faqat bunaqa qilasan, unaqa qilasan deb tarbiya qilinayotgan bola vaqti keladi, men bu yo'lni tanlaydi. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Потому что bu ruscha tilida sirli. Yopiq jahardam sirli. shunaqa. Va o'zini uni tortish kuchi bor. Запретный плод сладок deyiladi. Shunaqa shirin bo'ladi. Ber, uni ham buni ham bitta tatbiq qilsin, ko'rsin, o'zi уже ongi rivojlanyaptimi? Men uchun mana bu foydaliroq. Menga bu yoqyapti. Buni ham lekin tatbiq qilsin. Ko'rsin. Bir kun bir yaqin tanish ayolga farzandi uylanadigan yoshga yetib qolgan. Keyin men savol berdim. O'zi ham bir ilmdagi ayol. Men aytdim, ertaga farzandingiz uylansa-da, keyin ayoliga gulab kelsa. Birinchi menga, keyin xotiniga dedi. Aha, nimaga desam, onaman dedi-da. Ikkita qalbni o'rtasida yo'da nima bor deb, yo'q, faqat birinchi men. U ayolda erlar bormidi? Bor. Gulni nimaga erlardan olmayapti? Xuddi shu gap aytdi. Endi dedim, kelinchak dedim, gulni dedim, eridan oladi dedi. Gulni siz ham eringizdan olasiz dedim. Adashtirib qo'ymang desam, "Ya, u kim xo'p uylandi. Endi sayohatga ketmoqchi." Men ozgina qiynadimda. Asaloyiga. Birinchi men boradi. Qayerga? Sayohatga. Ha. Shunda sizni qayerga boradi? Asaloyiga? Qayerga, nima uchun? Chunki birinchi men borishga, men uni tarbiya qildim, boqdim, kuchim ketdi, pulim ketdi va hokazo. Minnatli ona bo'lishlikdan to'xtashimiz kerak. Men katta farzandim dunyoga kelganda, birinchi ona bilmaysiz, qanaqa to'g'ri ovqatlantirishni ham bilmayman va bolam yig'layapti. Ovqatni ichdi, yana yig'layapti. Jon, qiynab-yordi, bir ham yig'laydi desam, bitta gap aytganlarda xafa bo'lganman. Hozir aytaman. Qanchalik to'g'ri aytgan ekanlar. Sami хотели, sami rожали. Ya'ni o'zingiz xohladingiz, dunyoga keltirdingiz. Bu degani minnat qilishga haqqing yo'q. O'zing Allohdan so'ra dunyoga keltirding. Tushunmaganman payt, lekin gapda haqiqat bor. Men seni katta qildim, boqdim, o'qitib berdim. Bu yerda kibr emasmi? Agar Alloh xohlamaganda. Bu narsa bor. Nima uchun? Onali nimasi ish xohlading, to есть farzand bola keltirib dunyoga nima uchun? O'zi опять-таки yana tagida nima yotibdi? Ayol kishiligini qabul qilolmay, onalidan qadrlik olassan. Qadrlik onalikdan emas, ayol kishilikdan. Seni o'zingdan, borligingdan. Seni Alloh ayol kishi qilib yaratdimi? Sen nimaga buni qadrlamayapsan? Nimaga biz bolalarni boshqacha ko'ramiz? Nega o'g'il tuqqan ayolni statusi bitta baland bo'ladi? Hatto Fir'avn paytlarini qarang. Bundan nimaga ibrat olinmaydi? Nega qaynonalar o'zlari ayol bo'la turib, o'g'il tug'magan kelinini ma'lumot qilishadi? Nima beradi? O'g'il bo'liga buni orqasida nima tuyg'u yotibdi? Mana qarang. O'g'il ko'rmagan erkak nima uchun o'g'il xohlaydi? Nima tuyg'u bor? Birinchi savol. O'g'il ko'rmagan ayol nima tuyg'u xohlaydi? Nima uchun o'g'il xohlaydi? O'g'il nevara ko'rmagan qaynona nima uchun o'g'il nevara bo'lishni xohlaydi? Nima tuyg'u bor? Tagida deylik, familiyam davom etishi, merosxo'rim, men kulaman, o'zim meros bormi qoldiradi. Xo'pmi? Tillalar oltinlar. Nima tuyg'u ularni bu gapga olib keladi sari? Nima tuyg'u? Endi rodovoy bundoq qarasak, o'sha paytdan beri ayol kishilarni qadrsizligi bizda birinchi, ikkinchi yil emas. Albatta. Johiliyat davridan beri bor bu. Ayol kishini qadrsiz qilyapsanmi? Уже tug'ilayotgan qiz bolani momentan qanaqa qiz tug'ildi qat'iy nazar. Сразу обрубаешь. Chapti. Qiz bolani nima uchun katta qilishadi? Turmushga berish uchun. Bu uy уже saniki emas. Vaqtincha. Endi bolada nima bo'ladi u qiz bolada?
man bunga tegishli emasman tuyg'usi. Eng taglarida yotgan tuyg'ulardan bittasi. Keladi boshqa uyga. U tegishliligini kim beradi? Hech kim. Hech Bitta kim. Bir sarson o'rtada arosatda qolgan ayol u ota uyidan bir kun egasi chiqadi, tezroq egasiga berib yuborishim kerak deyilsa, turmushga chiqqan joyida arazlasa qayerga ketadi? Onasinikiga, "Ey, sen ketma, bu seni uying" degan holat yo'q. Buni yaqinda Instagramda Zakirovlarda ko'rdim. Dilbar Zakirova, Ra'no Zakirovani ayollari juda chiroyli chiqarishgan ekan. Buni bir voqea qilib chiqarishgan ekan. Ya'ni, bu seni vaqtinchalik uying deb ota katta qilib uzatib yubordi. Men hozir qisqa qilib aytyapman va u uydan masalan onasini so'radi, "Oyijon, uyimga borib kelsam maylimi?" Ya'ni ota uyini uyimga borib kelsam maylimi? Endi otasinikiga borgandan keyin, "Oyijon, uyimga ketdim." Manzilim qayer? Ya'ni ayolning manzili qayer? Ota uyimi manzili? Turmush o'rtog'ining oldimi manzili? Agar turmush o'rtog'ining oldi uning manzili bo'lsa, unda bu manzilni ularga beryapmizmi? Tegishlilik tuyg'uni beryapmizmi? shu narsa bor. Ayollar o'g'il tug'ib, bitta pog'onaga o'sishi meni ko'r deyishi. To'g'rimi? Da qadrliligini bundan olishadi. Yana bitta xato bor bizani mentalitetda. Ayol kishilar bolasi o'g'il bola katta bo'lyaptimi, eridan ololmagan narsani yuklab qo'yishadi o'g'illariga. Avtomat holatda neosознанно будто ongli emas, ongsiz ravishda bu bolani o'ziga er qilib oladi. То есть hozir aytgan narsangiz, unga gul olib kelmaysan, birinchi menga olib kelasan. Onalar, ayollar. Mani birinchi sayohatga chiqarasan. Sani ering bor. Turmushing bo'lmagan bo'lsa ham o'zingni hayoting bilan ilgilan. Erkak kishi bilan-da, ering Sen bilan. farzanding. Farzanding senga farzand. Tuyg'ularda adashib qolganda. Hozir bilaman, bu gapni eshitgan ko'p ayollar reaksiya qiladi, lekin odamlar nima deydi deb yashash nima degani? Nega bundan qo'rqishadi hamma? Bu narsa qanaqa bo'ladi? Odamlar nima deydi deb yashasam, man yo'qman yo'da. Yo'q qilinganlik tuyg'usi. Ya'ni yo'q qilinganlik tuyg'usi degani ko'rilmagan farzand, odamlar nima deydi degan xavotir bilan yashaydim. Odamlar nima deydi, na samom деле onam nima deydi, adam nima deydi. Bizi rollarni, mana bu yerda turgan ota-ona, doda, buvi turgan rollarni boshqa insonlarga berib chiqamiz, ongsiz ravishda. Ulardan xuddi shu narsani kutamiz. Hozir buni aytsam, ichimda уже muhokama ketadi. Hozir buni aytsam, bu meni muhokama qilish, sharmandalik uyaltiradi. Odamlar nima deydi deb yana u narsani aytadi. Bu narsa menda уже bor. U amigdalada turadi u narsa. Man buni bizga Alloh yashamagan narsani bermaydi. Yashagan narsani davom ettirasan. Chunki miya uchun bu привычный holat. Bu bor narsa. Yo'q narsa xavotirga soladi. Yaxshi narsa bo'lsa ham. Qarang, mana shuning uchun ayollar ayniqsa turmushga chiqqandan keyin aytishadiki, "Uni qachon yashagansiz?" degan savolga o'zim bersam, turmushga chiqqandan keyin deydi. Men bu tuyg'u menda bo'lmagan. Men erga tekkandan keyin meni kamsitib boshladi. Men erga tekkandan keyin qaynonam meni gapirtirmay boshladi yoki turmush o'rtog'im eshitmay boshladi. To'xtang, bu tuyg'u qachon bo'lgan? Bugun emas, bu ildiz yo'qda. Desam, "Yo'q, men har doim gapirganman" yoki "Men har doim eshitgan" degan kirgisi kelmaydi yoqqa. Og'riq qilyapti. Конечно. Unga kirsa, u tuyg'ularni og'rig'i bilan ozgina yashash kerak bo'ladi. Men uni bostiray ichimda. Yo'q deb hisoblaylik. Faqat bu yerda aybdor qidiray. Qaynona, er va hokazo. Farzandimiz bizdan qo'rqishi normmi yo'qmi? Ya'ni biz qo'rqish bilan hurmatni almashtirib qo'yganmiz-da. Aytadiki, bolam mendan qo'rqmaydi, erimdan qo'rqadi. Nimaga qo'rqish kerak degan savol berish yo'q. Farzandi o'zi onasidan qo'rqishni xohlagan ayollar nima tuyg'uda yashayotgan ayollar? Nega u farzandi undan qo'rqishni xohlaydi? Qo'rqsa nima bo'ladi? Aytganini qiladi. Bo'ldi. Aytganini qilsa bu ayol o'zini ko'rilgan his qiladimi? Конечно, bola orqasida. Bu yerda kattalar bilan qilolmagan narsasini bola bilan qiladi. E'tibor qilinglar qizlar, bola tarbiyasi haqida gapira turib biz faqat kimga boryapmiz? O'zimizga kelyapmiz. Bolam aytganimni qilmayapti, tuyg'usini ortida nima bor? Bolam meni ko'rmayapti. Nayinki bolam atrofdagilar meni ko'rmayapti. Men ko'rilmaganman. Va meni ko'rishlari uchun men nima qilaman? Shu harakatlarni qilaman.
Mani erim deylik eshitmaydi. Men boraman, kimga kuchim yetadi? Bolamga. Unga beraman bu tuyg'ularni. Xo'p, eri eshitish uchun nima qilish kerak? Menga eng ko'p keladigan savol. O'zingni eshitishni boshla. Hatto kunda bir marta bugun o'zim uchun nima qila olaman? Bu sayohatlar bilan, katta bir nima planlar bilan emas. Bugun eng kamida o'zim uchun nima qila olaman? Bugun o'zingiz uchun nima qila olasiz, qizlar? Nima qila olasiz deganda, taqinchoq, butikdan kiyim, so'ng restoranga borib ovqat yeyish emasda. Bu hamma narsa aytgan narsangiz o'zidan qochish. Qachonki ichimizda u negativ tuyg'ular ko'payib ketsa, dopamin olishimiz kerak. Borib shopping qilamiz. Na samom деле o'sha kuchaygan tuyg'ulardan qochamiz. O'sha yerda qochish emas. Или даже ko'plar bor zaydaydi. Narsani ko'p yeydi. Yotishdan oldin yeb olib, или shoppingga borib olib, 2 kundan keyin u narsaga qarab, nimaga oldim deb achinadi. O'sha payt ko'payyaptimi? Bitta narsa, ketyapman, o'sha shoppingga ketyapman. Kiyimni qaradim. Olishdan oldin men hozir qaysi tuyg'umni bu bilan yopmoqchiman. Eshitilmaganlikmi? Qadrsizlikmi? Tepasidan bu narsani qilaverasiz, ichidan tozalamagunizcha bu narsa kelaveradi. Pul ham ketaveradi, pul ham qolmaydi yoningizda. O'zingiz bilan kontakt bo'lmagan sari bu narsa поверхностно tepada qolib ketaveradi. Bizga o'zimiz bilan kontakt haqida haq ham bo'lmaganda. Tushunyapman, hozir shunchalik informatsiya ko'pki, ozgina bitta joydan boshlasangiz, o'zingizni eshitib, men bugun nima his qilyapman, bu hislarim menga qayerdan tanish. Unga ozgina imkon bersangiz, u his-tuyg'ular itak tanadan ham chiqadi, o'zingizdan ham chiqadi. Bunga salgina yo'l qo'yishingiz kerak. Bo'ldi. Har doim yaxshi bo'laman degan narsa yo'q. Ha, bizda endi bu narsa kuchli-ku, yaxshi ko'rinish, odamlarga faqat yaxshi ko'rinish, risoladagidek bo'lish, hamma qatori bo'lishlik kerak. Nima uchun? Chunki bizni shunaqa tarbiya qilishgan. Agar shunday bo'lmasak, bizni qabul qilmaydi. Bo'ldi. Shunaqa. Bitta savol bilan na samom деле tega yetamiz. Men hozir nimaga yaxshi ko'rinmoqchiman bu insonga? Meni qabul qilish beradi. Sevgi beradi. Men sevgini nimaga bu yerdan olaman? Nimaga men o'zimga bera olmayman bu sevgini? Bu savol. Juda интересно. Qiziq va insonlar yashashni boshlaganda, o'zini ozgina eshitishni boshlaganda shunaqa o'zgarishlar boshlanadi hayotda, atrofida. Avtomat holatda bola o'zgarishni boshlaydi. Aslida bizga boya aytgandek, baribir ham bolamizni o'zgartirish, erimiz biz xohlagandek bo'lishni xohlashlik va shunga harakat qilish osonroqda. Ya'ni bolam o'zgarsin, erim men aytgandek bo'lsin, qaynonam men aytgandek bo'lsin, o'snim men aytgandek bo'lsin, lekin men Alloh aytgandek bo'lishim kerak degan narsa yo'q. O'zimni eshitishim kerak degan narsa yo'q. O'zimni o'zgartirishim kerak degan narsa yo'q. Allohi balki bu suhbatimizni eshitayotgan ayollar uchun bu qaysidir joyi og'riqli kelgandir, qaysidir joyi alamli kelgandir, qaysidir joyiga tushgandir, nuqtasiga tushgandir. Nima bo'lgan holatda ham biz kimgadir yoqish uchun bu suhbatni qilmadik. Biz kimgadir anglash bo'lish uchun, qandaydir shoshib ketayotgan joyda to'xtash uchun, qaysidir o'zi ko'rmagan holatni ko'rishlik uchun tashkillashtirdik. Va umid qilamanki, ayollarga bu narsani qisman bo'lsa ham bera oldik. Inshaalloh. Melihda bugun 17 yoshida. Nimalar qo'ldan keladi, aytingchi? Ya'ni o'ziga xos autizm tashxisi bilan tashxis qo'yilgan farzand aslida qanday bo'lishi mumkinligini ayta olasizmi? Ya'ni u farzandning qo'lidan hech narsa kelmaydi degan bir qarash bor. Ya'ni u bilan shug'ullanish shart emas, unga vaqt, unga pul sarflash shart emas, endi u tuzalmaydi. Ya'ni shu holatda qolib ketadi degan bir qarash bor-da. Lekin siz bu stereotipni buzdingiz. Ya'ni bola nimalar qilishni biladi? Во-первых, eng важный tarafi bolalarni dressirovkaga bermanglar. Bu nima degani bu? Hozir ko'ryapman, O'zbekistonda, Aziya taraflarda autizmlar bilan ishlayapmiz deb tegida yotayotgan narsa dressirovka. Pol yuvishni o'rgatish, qattiq tozalashlar. Majburan, ya'ni uning xohishiga qarshi holatda hech kim so'rayotgani yo'q. Berib qo'yishyapti bolani. Pulini to'lashyapti, okey. No, bola bilan nima qilishyapti? Опять-таки ota-onani sharmanda bo'lish, uyat tuyg'ularini qochishi orqali bo'layotgan narsa.
odatiy bolalar kabi bo'lishni xohlashlik, ya'ni uni qabul qilmaslik. Man bolamni qanaqa qilib qabul qildim? U bilan birga ko'chada uni обычный holati ko'chada ashula aytardi kichkinaligida. O'ynardi, uyalardim. Turtardim, bo'ldi, jim bo'l derdim. Keyin qaradim, man eplolmayapman. Bu постоянно bo'layotgan narsa. Birga qilishni boshladim. Ko'chada, представляете, O'zbekistonda bo'layotgan narsa qanaqa qarashadi? Hamma qo'pol qilayotganda jinini ko'rgandek ko'radi. Qo'li bilan ko'rsatadi. Turkiyada bu narsani qildik, yonimizga turib olib o'ynashdi. Mashalloh. То есть, опять-таки, mentalitet. Keyin bu yerda уже bu narsani qilgan sarimiz, так интересно, buni biza qilsak, ko'chada, например, kattalar kichkinalar bilan ketayotgan, kichkina bola bundoq qaraydi. Ularga подуше, ularga yoqadi bu narsa. Ota-onam nenormalniya. То есть, это так интересно. И undan keyin вот uyat tuyg'usi menda ketdi. Uni ustida chunki ishlaysan. Chunki bunaqa bola bilan хочешь не хочешь, qattiq bo'lganing qat'iy nazar bir nima chiqib qolishi mumkin. Потому что u payt unga u narsa keldi. Baqirgisi keldi, sakragisi keldi, o'ynagisi keldi, urgisi keldi va hokazo. Ya'ni urmaydi, но вот qanaqadir narsa chiqardi. Bo'ldi, men birga. Anu fanatiman bolamni. Mashalloh. Следующий момент hozir kamon otadi, kamonlar bilan shug'ullanadi. Biz vizalar bo'lib qo'yib ketamiz albatta. Treneri bilan, это unga ham kattakon rahmat. Treneri birinchi kun kelganimizda aytganman, bolam noodatiy qanaqa ishla olasizmi? Unga yonimizda bo'ling, tushunishim uchun bo'ldi degan. Первый раз, наверное, меня так, оп, как так? Okey, u ishlayapti. Hozir boshida sekin-sekin boshlaganmiz, digital holatda. Hozir gruppasi bilan polniy kelganda bolalarga ham cho'zish uchun хорошо. Bolalarni ko'ngligini olganman boshida, tushuntirganman qanaqaligini. Bo'ldi. Melih bilan birga maza qilishadi. U bolalarni bir xillarda birga Melih bilan olib borib aylantirib kelaman. Birga o'sha batutni sentrlarga borishadi, birga aylanishadi park tudashda. То есть, u bolalar bilan, конечно, Melihda дружба degan narsani tushunmaydi. No, u bolalarni yaxshi ko'radi. Birga vaqt o'tkazishadi. Hozir tennisga boryapti. Tennisga boradi, kamonga boradi. Да. У него вокал есть. У него 100% слух. 100% quloq, nima deydi? 100% qulog'i deyiladimi? Notalarni professionallar yarim notalarga chiqa olmaydigan joylarni Melih spokойно chiqadi. Mashalloh. Bu narsa u haqiqatan o'ziga xosda, qarang. Da. Biza boshida qanaqa bo'lgan? Nolarini, minuslarini to'g'rilashga harakat qilardik. Keyin men bitta Finlandiyada markazni ko'rdim. Ular bu bolalarni qila oladigan narsasiga ko'proq ahamiyat beradi deyishgan. Qobiliyatiga. Qobiliyati nima bo'lyapti? O'sha paytlari mikrofonlarni olib, tarkanlarni, ashulalar, kстати, ashulalarni ham beraman. Ashulalarni aytardi. Studiyalarga ham kirdik, ashulalar ham zapis qildik. Есть это. Keyin men aykidoga borishni boshlaganman. Melihga bordim. Treneri dediki, individualni boshlaymiz. Keyin посмотрим как. Individual holatda boshlashgan, boks bo'lgan, keyin aikidoni o'rganishni boshlagan. Aikidoda gruppaga kirgan, gruppada у него очень память хорошая, зрительная память. И o'rganib kirishib ketgan. Autist bolalarda o'zini rangi bor. Yaxshi ko'rgan rangi. Melihda это синий цвет. O'zi autizm rangi синий. То есть ko'k. И ko'k poyezdgacha ishladi. Ko'k poyezni olgandan keyin to'xtatdi. Bo'ldi. То есть men o'zimni nimamga yetib keldim degandek, boshqa bormaysanmi desa, yo'q degan. Bo'ldi, okey. Но всегда есть выбор. Qayerga borasan? Mana bunaqa narsa bor, u narsa bor. Bowling у него очень хорошо получается. Bu yerda bowlingda bolalar bor, так интересно было. Bowlingga olib borganmiz. O'ynagan, всё. Keyin o'ziga formalar oldirgan. Formalarda keyin bir payt biza borgan joy yopilgan. Samarqand Darvozaga borganmiz. Aytam xazayinlari ko'rib, bunaqa odamlardan har doim shunaqa minnatdor bo'laman. Tushunadi, что он необычный. Yonida hech kim потому что odam ko'p, meshать qilmasin deb bitta poloskani eng chetiga turganmiz, yopib qo'ygan. Hech kim bu yerga turmasin. Bundoq qarasa, Melih yo'da 3-4 soat o'ynaydi. 3-4 soat u pul olib keladigan дорожка. U odam bu bolaga spokойно, rohat bo'lsin deb yopib qo'ydi.
Qarang. Pulini olmaydi, hech narsa qilmaydi. Melihga shar podarka qilishdi. Nima? Bowling shar. Да, bowling shar. То есть yaxshi ko'rib, rangi, hammasi. Кто это делает? Oting qilmagan narsani tanimagan odam qiladi. Bunaqa insonlar ko'paysa, bu o'zim uchun aytayotganim yo'q. Ko'p aslida. Shu uyalib turgan, bolasini ko'chaga chiqarmagan onalarga ozgina поддержка bo'lardi. Yordam. Bu ma'naviy tarafi, bu pul tarafini aytayotganim yo'q. Ozgina поддержка, men seni ko'ryapman, holatingni tushunyapman. Ozgina dalda bo'lsa, shunaqa shikarniy bo'ladi. Bu qila oladigan sadcha inogda bitta kulib o'tish. Bir xillarda imkoning bo'lsa, bunaqa поддержка. Inogda trenerlarni поддержкасы. Nima deb sizni bolangiz zo'r deb ota-onaga ozgina поддержка berib bu bola bilan ishlasa, o'shandagina insonlar ham ozgina rohatlaydi. Bolalarga тем более. Потому что вот Abdullah у нас айкидо bilan они занимались, hozir уже grapplingga o'tib ketgan. Melih yoqqa уже bormayapti, потому что og'riqli nimalar bor, болевойlar, o'tga уже bormayapti. Но demoqchi bo'lganim, развитие har xil bo'lgan. Buni orqasidan men ham aykidoni qora poyezga tugatganman 30 yoshimda. Otga borib professionalniy minish nimani o'rganganman. Ot minishi, hammasi Melih orqasidan bo'layotgan narsalar. Go'zal. Basketbol у него есть. Вот, Bu Melihga nima deysiz, Sara? Nima deganingiz? Ya'ni Melih bo'lmaganda qanaqa bo'lardi? Va borligi uchun bo'ladi-ku mana. Bizda gap. Yaxshiyam borsan. O'rgatding, yashashni o'rgatding. O'zim eshitishni o'rgatding. Mani o'qituvchim Melih. Ustozingiz. Menda o'zim ustozlarim bor, но hech kim menga Melihni berganini bermadi. Uni tuyg'ularini yashashini men hayratda qolaman. Qochib ketmaydi, tuyg'ularni yashab o'tdan o'rganardim. Qanaqa buncha tuyg'uda qololyapti? Yashashni sizga o'rgatdi. Inshaalloh biz ham umid qilamiz. Haqiqatan ham jannatingiz uchun bir vasila bo'lishini, Melih ham va aynan mana shunday farzandlarni tarbiya qilayotgan ayollar uchun hozir siz aytdingiz-ku, qayerdadir kulib, qayerdadir uni qo'llab-quvvatlashligan bir yordam. Umid qilaman bugungi suhbatimiz shu ayollar uchun bir motivatsiya bo'ldi. Shu ayollar uchun bir umid bo'ldi. Shu ayollar uchun o'rnidan turib bo'ldi deb ko'z yoshini yig'ishtirib, meni bolam ham ko'chaga chiqishga, insonlar bilan munosabatda qilishga haqli va Allohning yaratgan bir bandasi qalbi deb qarashlik uchun balki bir sabab bo'lganmiz. Va qolaversa, ayollar bugun farzandini olib, men ularni tarbiya qilaman deb turgan joyda balki to'xtab yo'q. Men uni sevaman deylar. Men uni yaxshi ko'raman deb. Nima deysiz shu ayollarga so'nggi so'zingiz? Chaqiruvingiz? Bolalaringizni tarbiya emas, sevishni o'rgating o'zingiz orqali. O'zingizni sevib, ham u sevgi qachonki ichingizda to'lsa, boshqa, то есть bolalaringizga, boshqa insonlarga ham uni tarqata olasiz, bera olasiz. Bola faqat sevgiga muhtoj, hech narsadan emas. Qilgan ishingiz, olib bergan kiyimingiz manbetdan. Nima bersangiz, o'shandagina bola uni to'laligi bilan katta bo'ladi. Eng katta bera olgan narsangiz u sevgi hissi. Go'zal. Va bir qo'shimcha qilaman, hech kimni o'zgartirishga harakat qilmang. Hech kimni aybdor ham deb bilmang. Hech kim sizga majbur ham emas, ya'ni o'sha menga majbur meni qutqarishga ham demang. Sizni avvalambor sizda Alloh bor va sizga Alloh shunaqangi kuch bergan. O'zingizni eshitishdan boshlang. O'zingizni qalbingizga qarashdan boshlang va tuyg'ungiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar undan uyalmang. Men yomon ekanman degan tuyg'uni emas, Alloh berdi bu tuyg'uni, yashashim kerak, his qilishim kerak va bundan uyalmasligim kerak degan bir holatni o'zingizga singdiring. Bugungi suhbatimiz siz uchun-da, biz uchun-da manfaatli bo'lgandan umidvorman. Sizga esa tashrifingiz uchun rahmat. Sizga rahmat. Bergan chiroyli bilimlaringiz uchun rahmat. Shifo bo'lsin. Va bizni bosh homiymiz Xonsaroy kompaniyasidan sovg'amiz bor. Ushbu sovg'ani muhabbat bilan taqdim qilamiz va aminman siz ham o'sha sevgi bilan buni qabul qilasiz. Rahmat. Oppa. Rahmat. Siz va Xonsaroy kompaniyasi bu eng ishonchli tanlov.
Inshaalloh kun kelib shu kompaniyadan balki chiroyli uylar olarsiz, Lillah uchun Inshaalloh. alohida kvartiralar, xonadonlar olarsiz. Alloh nasib etsin. Rahmat sizga. Suhbat sizga yoqdimi va qaysi savolni eshitishni xohlagan bo'lardingiz? Yoki siz aytolmagan biror bir fikr qoldimi? Menga yo'qotgan tarafi siz kabi ilm orqasidan ketayotgan insonlar ko'payyapti. Alhamdulillah. Ko'payyaptiki, o'zini eshitib, bu eshitgan insondan zarar kelmaydi. Shunaqa. O'zini tushunayotgan insondan zarar kelmaydi. Boshqalarga ham xuddi shu narsani berishadi. Ya'ni dunyomiz daha-da go'zallashajak. Yanada go'zallashadi. Da, Xudo Go'zal. xohlasa. Tamom. Go'zal. Rahmat mana musofir etdingiz uchun. Я даже не знаю, настолько hozir kirib ketdim u damlarga, melik to'g'risida aytayotganda o'zimni transformatsiya paytlarimdan paytimi. Bu yo'l qiyin, oson emas. Но har bir ayolni, har bir erkakni, даже так скажем, har bir insonni bu yo'ldan o'tishi juda muhim. Agar menda jasoratli ayol medalini berish imkoni bo'lganda edi, men uni o'ylanmasdan sizga bergan bo'lardim. Tashakkur ederim. Rahmat. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling.